ko'pincha ayol kishilar aytadi, ketaman deydi. Ayol kishi men ketaman degani, bilasizmi, u his qilgan narsani gapiryapti. Lekin uni aqli aytadiki, meni ushlab qolgin degan bo'ladi. Ayol kishi eriga sukut saqlasa, gapirmasa, xafa bo'lganini bildirgan bo'ladi. Sizni bu ishingiz, sizni bu xatti-harakatingiz xato edi. Men bu narsadan rozi emasman degan SMS va maktublarni jo'natayotgan bo'ladi. Erkak kishi hissiyotli bo'la olmaydi aksar holatda. Misol uchun ayoliga men sizni yaxshi ko'raman deyish uchun uncha erkak ayta olmaydi-da. Ba'zi erkaklarni men o'zim gaplashganman, terlab ketyapti aytishdan oldin. Muammo nimada? Biz mantiqimizni ayol kishi hissiyotga aylantirishni xohlaydi. Bizning muammomiz nima? Uning hissiyotini biz mantiqlashtirib qo'yishni xohlaymiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Kelishmovchiliklarni hal qilish 5 ga taqsimlanadi. Bu hech qachon 100 ga 100 muolaja qilinmaydi hamma narsa ham. Hayotda juda ham ko'p narsa 100 ga 100 hal bo'lmaydi. Uyingdagi gap uyingda qolsin degan mazmundagi ibora qanchalik to'g'ri bo'ladi ustoz? Uydagi sir uyda qolish kerak bo'ladi. Asli qo'yda shundoq. Ajrim bittada bo'lib qolmas ekan. Ya'ni bizga ko'rinmasdan kelar ekanda, yig'ilib mana shu to'rtta muammolar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Salomatsiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugungi suhbatimiz silsilaga qilmoqchi bo'lgan suhbatimiz birinchi soni. Biz dargoh loyihasida yosh oilalar uchun nima uchun hozir ko'p yoshlar ajrashib ketyapti, nizolarni asl mohiyati nimada va qachon umuman ajrashish kerak degan ko'plab savollar kelgandan keyin shu narsani atroflicha yana mutaxassis ustozlardan so'rab yoritib bermoqchi bo'ldik. Birinchi ustoz, bizda shunaqangi savol bo'lyaptiki, ko'p yoshlarimizdan, yosh oilalarimizdan bu suhbatga kirishimizdan oldin ularga muammo va nizo o'zi aslida nima, uni mohiyati, tabiati qanaqa bo'ladi, nimadan kelib chiqadi degan narsani chuqurroq yoritib bersak. Tushunarli, bilasizmi, o'zim umuman olganda baxtli oila tushunchasida biz nimani tushunamiz? Odatda demoqchiman, baxtli oila deganda doim tabassum, doim kulgan, doim baxtli, doim qanaqadir ijobiy ma'nodagi emotsiya bilan yurgan bir oila tushuniladi-da. Lekin bilasizmi, biz voqelikdan biroz yiroqdamiz asli bu mavzuda. Baxtli oila deganda aynan shu narsani tushunadigan bo'lsak, unda xato bo'ladi deb o'ylayman. Chunki biron bir munosabat faqatgina ijobiylik ustiga qurilgan bo'lmaydi-da. Hayot xarakterining o'zi shunaqa. Ya'ni biron bir narsa abadiy va doimo emas. Deylik baxtmi? Baxt vaqtinchalik. Baxtsizlikmi? Bu narsa ham vaqtinchalik. Dunyomi, moli dunyo vaqtinchalik. Salomatlik vaqtinchalik. Kasallik ham vaqtinchalik. Har narsa vaqtinchalik. Chunki men doim aytaman narsani, dunyoning xarakterining o'zi shunaqa edi. Shuning uchun ya'ni baxtli oila deganda biz yuqoridagi sifatlarni tushunadigan bo'lsak, doim faqat xursandchilikdagi holatni undaqa bo'lmaydi. Undan ko'ra biz muvaffaqiyatli oilani tushunaylik. Yoki baxtli oila deganda nizo bo'lishni ham tushunishimiz kerak bo'ladi. Albatta nizolar bo'ladi. Albatta kelishmovchilik bo'ladi. Albatta ixtilof bo'ladi. Bu narsa bo'lishligi xatomi? Yo'q, xato emas. Bu narsa bo'lmoqligi aybmi? Yo'q, ayb emas. Lekin xato yoki ayb nimada edi? Xato yoki ayb aynan ikki tomon nizo qilishda emas. Chunki Alloh taolo aytadiki, agar men xohlaganimda har biringlarni bir xil suratda, bir xil shaklda yaratgan bo'lardim. Lekin biz turlichamiz. Sizni xohishingiz, meni xohishim, bizni qanaqadir ranglarni ixtiyor qilishimiz, taom ixtiyor qilishimiz, bizning mijozimiz, dunyoda unaqa inson yo'q, bir xil insonning o'zi yo'q. To'g'rimi? Shuning uchun nimaga e'tibor berish kerak bo'ladi? Nizo bo'lganda ikki tomon nimani xohlayapti o'zi? Nimani xohlayotgan edi? Mana shu narsa muhim. Nizo bo'lmasligi emas, balki nizo bo'lganda biz nimani xohlaymiz? Nizoga nisbatan bizning munosabatimiz qanday bo'lishi kerak? Shuni bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana ba'zi er-xotinlar aytadiki, men ayol kishi aytishi mumkin, erim ushlab qolish uchun hamma narsani qildim. Odatda unaqa bo'lmaydi. Odatda deylik 90% yiroq deymiz. Bunaqa holat bo'lmaydi. Erkak kishi aytishi mumkin bu narsani. Aytmoqligi mumkin. Unaqa bo'lmaydi. Nimaga? Nima narsa qoladi? Bilasizmi, psixologiya erkak kishini yoki ayol kishini yaralish dagi xos bo'lgan xususiyatlarni ba'zan biz e'tiborga olmaymiz yoki ko'pincha e'tiborga olmaymiz. Misol uchun, ayol kishi
deyarli doimo gapirganida u his qilgan narsasini gapiradi. Ayol kishi anglab turgan narsani emas, yo'q, u his qilgan narsani gapiradi. Erkak kishi esa u his qilgan narsani emas, balkim anglab va bilib turgan narsani gapiradi. Ayol kishi o'zining missiyasidan kelib chiqqan holatda u hissiyotga moyil edi. 100% ga qadar. Erkak kishi dunyoda o'ziga topshirilgan missiyadan kelib chiqadigan bo'lsak, erkak kishi aqlga va mantiqqa moyil edi. Shuning uchun ayol kishi keting uydan deganida erkak kishi ketmasligi kerak bo'ladi. U yukini yig'ishtirmasin, ketmasin. Agar ketsa, katta xato qilgan bo'ladi. Bu narsasiga afsus qiladi. Ketmasligi kerak bo'ladi. Chunki ayol bu o'rinda u o'ylayotgan narsani gapirmaydi, u his qilgan narsani gapirayotgan bo'ladi. Va erkak kishi sizni bu gapingiz ahmoqona chiqdi yoki bu ishingiz deganida bilish kerak bo'ladi. Erkak kishi his qilgan narsani emas, u o'ylayotgan, anglagan narsani gapirgan bo'ladi. Bu degani ayol kishi ahmoq degani emas. Mana shu holatdagi sizni shu ishingiz, xatti-harakatingiz oqil insonni xatti-harakatiga to'g'ri kelmadi degani bo'ladi. Erkak bilan ayol go'yoki bitta mavzuni hal qilgandek bo'ladi, maqsadi bitta bo'ladi, lekin ularning yondashishi bittasi hissiyotdan yondashadigan bo'lsa, ikkinchisi albatta aql jihatidan yondashadi. Bu narsani e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun Labbay shu joyda bitta savol tug'iladi. Siz endi bizga asosan ko'p yozishadi shaxsiyga yokida shu botimizga maktabimizdan ko'pincha ayol kishilar aytadi, ketaman deydi. Narsasini yig'ishtiradi, ya'ni ketaman, ya'ni bo'ldi. Ya'ni javobini bering. Xuddi shu holat erkak kishida emas, ya'ni keting demaydi. Yosh oilalarda shunaqangi ayollarda jasorat shakllanib qolganki, bo'ldi, ketaman, oilam, men talabimni bering, narsalarimni yig'ishtirib, men qaytdim. degan narsani aytishadi. O'sha holatda nima kutishadi erkaklar? Ya'ni o'sha yerda oqil erkakni tutadigan yo'li qanaqa bo'ladi? Bilasizmi, mana ayol kishi ketaman dedi. E'tiborli qaralish kerak bo'ladi. Har bir yo'q ketidan ha bor. Har bir ha ketida yo'q bor. Ayol kishi men ketaman degani, bilasizmi, u his qilgan narsani gapiryapti. Lekin uni aqli aytadiki, meni ushlab qolgin degani bo'ladi. Qo'lingdan kelsa, meni ushlab qolgin degani bo'ladi. As-somtul iqobi tushunchasi bor. Mana qarang, mana psixologiya qanchalik muhim. Erkak bilan ayolning farqini bilishimiz uchun. Misol uchun erkak kishi to'g'ridan to'g'ri tuproqdan yaratilganmiz. Lekin ayol, men doim aytaman, u tuproqqa yetib borishlik uchun bitta bekat bor, u inson bekati edi. To'g'rimi? Endi erkak kishi ba'zan sukut saqlaydi-da, ayol bilan gaplashmaydi. Buni ikkita sababi bo'ladi. Birinchisi, erkak kishi shunaqa bir oilada o'sgan bo'ladiki, u oilada ayolning qadr qiymati past sanaladi. Shuning uchun erkak kishi gapirmasligidan maqsad uni o'sha qadrsizligini bildirib qo'yish uchun bo'ladi. Bu birinchi turdagi yo'nalish erkaklarning psixologiyasi, tabiati. Ikkinchisi nima edi desa, ikkinchisi erkak kishi biladi, ayol kishi nizo bo'lganida gap va so'zga muhtoj ekanligini, chunki ayol kishi insondan yaratilgan dedi. To'g'rimi? Shuning uchun biladida, uni gapirmasligida, erkakni ayoliga gapirmasligida uni jazolash borligini bilgan holatda gapirmaydi. Bu birinchi ko'rinishi edi, qarang. Endi ayol kishi nimani gapiradi? Ya'ni ayol kishi gapirmaganida nimani e'tiborga olgan bo'ladi? Ayol kishi men sizga ko'rsatib qo'yaman, men sizni jazolayman degan signal bo'lmaydi. Ayol kishi eriga sukut saqlasa, gapirmasa, xafa bo'lganini bildirgan bo'ladi. Sizni bu ishingiz, sizni bu xatti-harakatingiz xato edi. Men bu narsadan rozi emasman degan SMS va maktublarni jo'natayotgan bo'ladi. Shuning uchun erkak kishi gapirganida ayol kishi odatda birinchi so'zni o'zidayoq qabul qiladi. Lekin shartini qo'yadi. Bu ishingiz meni xafa qildi, ikkinchi bor iltimos men seni qilmang deydi. Erkak kishi yo'q, erkak kishi yondashuvida uni jazolab qo'yish, unga bir chora ko'rish tadbiri bor edi. Shuning uchun erkak kishi odatda birinchi, ikkinchi, uchinchi, ya'ni gapirganidan so'ng ayol kishiga qadam tashlash mumkin, lekin birinchisi emas. Odatda shunaqa bo'lamiz biz. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun bu juda ham muhim narsa.
Judayam bu biz mana nizo bo'ldimi, nizoda biz ikkinchi tomonni ongini, uni dunyo qarashini, uni qanaqa yaratilganligini bilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, erkak kishida g'olib bo'ladigan, ko'proq moyil bo'ladigan jihat chap tomonimiz, miyani chap tomoni. Miyani chap tomoni mantiqqa, qarorlarga, aniq raqamlarga e'tibor berardi. Aniq raqamlar ustida ishlardi. Ayollarda asosan nima bo'ladi? O'ng tomon kuchliroq bo'ladi. Nimaga? Chunki o'ng tomonda hissiyotlar, ijod edi, misol uchun mehr, mana shunaqa narsalar bor edi, fantaziyalar bor edi. Bu narsani biz e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Lekin mana shu o'rinda aytadigan narsam, erkak kishining miyasida chap tomondan o'ng tomonga o'tadigan nima desak bo'ladi, kanal deymizmi? Bu narsa ancha tor bo'ladi. Erkak kishi hissiyotli bo'la olmaydi aksar holatda. Misol uchun ayoliga men sizni yaxshi ko'raman deyish uchun uncha erkak ayta olmaydi-da. Ba'zi erkaklarni men o'zim gaplashganman, terlab ketyapti etishdan oldin. Ayta olmayapti, tushunasizmi? Lekin ayol kishi, e'tibor qarating, ayol kishi bir zumda hissiyotdan mantiqqa o'ta oladi. Uni miyasidagi kanal, ayol miyasidagi kanal erkaknikidan ancha qalin va kengroq. Bemalol hissiyotdan mantiqqa, mantiqdan hissiyotga o'ta oladi. Mana shu narsalarni e'tiborga olish kerak bo'ladi har qanday erkak. Shuning uchun erkak ayol kishi bilan munosabat qilganida, bilasizmi? Unga xitob qilganida, u bilan dialog qilganida hissiyotga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Misol uchun oddiy narsa qarang. Payg'ambar alayhissalomga aytildi. Oysha onam so'radilarda, ya'ni kayfa hubbuka li? Misol uchun sizni menga bo'lgan muhabbatingiz qay darajada? Qanchalik meni sevasiz deganlarda, Payg'ambar alayhissalom hubbilak ka'uqdatil habl dedilar. Qarang, javobni qarang. Javob mantiqiy emas-da. Javob hissiyot ustiga qurilgan. Meni sizga bo'ladigan muhabbatim xuddi arqonni tugunidek, mustahkam arqonning tugunidek dedilar. Bu so'zda albatta hissiyot bor. Bu javobda emotsiya bor. Bu javobda mantiq yo'q. Ya'ni Payg'ambar alayhissalom, siz hozir shu savol beradigan o'rinmidi? Axir men qanaqa g'amda yuribman-ku? Axir Rom imperiyasi, Fors imperiyasi hujum qilib turibdi-ku, bizni yo'qib tashlash mumkin edi-ku axir. Siz hozir shuncha tashvishim bo'lib turib, ichimizda qancha nizo bor? Tashqi nizolar, dushmanlar qancha? Siz menga shu savolni berasizmi deganlar yo'qdi. Kerak bo'lsa g'azotga olib ketardilar. O'sha g'azotda kerak bo'lsa nima qilardilar? Musobaqa o'ynardilar. Musobaqa nimadan darak edi? Ikkinchi tomonning hissiyotini e'tiborga olishdan darak edi. Shuning uchun erkak kishi agarda hissiyotiga qaratmasa, unda yo'qotib qo'yadi. Chunki ayol uning hissiyoti yuqori edi. Hissiyot yuqori uni ko'tarish yoki past ko'rish emas. U ayol kishiga topshirilgan missiyaga munosib edi. Ayol kishi bolani tarbiya qiladi. Erkak kishi aytadiki, men ertaga ishga boraman deydi. Lekin ayol hech ham aytmaydi. Meni ham ishim bor-ku axir. Qishloqdagi bechora ayollarimiz, men dalaga chiqishim kerak, men sigir sog'ishim kerak bo'ladi, qaynota-qaynonamga qarashim kerak bo'ladi demaydi. Balkim aytadiki, xo'p bo'ladi, deyapsiz, boshxonaga kiring, dam oling deydi. Ayol, ya'ni erkak kishi soat 8 ishga ketsa, ayol soat 5 da turishi mumkin. Shunda ham aytmaydi, mantiqqa qarab yurmaydi, aytadiki, adajon, siz bemalol boshxonaga kiring, men o'zim bolaga qarayman deydi. Nimaga? Chunki uning qalbidagi emotsiyasi, muhabbati, hissiyoti bolaga bo'lgan mehri buyuk edi va kuchli edi va shiddatli edi. Bu narsa ayolga topshirilgan missiyaga ham bog'liq bo'ladi. Agarda mana shu hissiyot bo'lmagan edi, balkim siz bilan biz bu joyda hozir o'tirmagan bo'lardik. Siz shu holatda yana bitta savol tug'ildi-da. Mana nizoda qadam tashlamaslik asosan uni orqasidan nima bo'ladi deyilsa, balki u narsa g'ururdir. Ya'ni misol uchun erkak kishi ayol kishiga nisbatan o'sha narsani aytolmasligi yoki terlab ketishidan, ana terlab ketishiga sabab yoki gapira olmasligiga sabab yokida shunchaki oson qo'yib yuborishiga sabab, bu orqasidagi asl muammo nimada bo'ladi? Ya'ni nimani inobatga olish kerak bo'ladi? Misol uchun aytaylik, agar g'urur bo'ladigan bo'lsa, u g'urur qiladigan joyimida o'zi yokida. Tushundim men sizni. Qarang, juda bir chiroyli qoida bor. Al-inson adu ma yajhal deydi. Buni o'z tilida ham aytamiz. Inson o'zi bilmagan narsasining dushmanidir. Bilmagan ma'lumot nima? Qabul qilgisi kelmaydi. Bilmagan inson bilan ishlagingiz, munosabat qilgisi kelmaydi. To'g'rimi? Biz doim o'zimiz bilgan, ishongan tomonga qarab yuramiz. Nimaga? Chunki aql noaniq narsadan qo'rqadi. Aql shunaqa. Endi qarang,
Bu qayerdan kelib chiqadigan bo'lsak, nima narsa yetishmaydi? Misol uchun oddiy narsa, maktablarda o'qitilyapti, aniq fanlar, to'g'rimi? Lekin maktablarda mana hozir nima qilamiz biz qizlar uchun va o'g'il bolalar uchun hayot maktabi degan loyihalarni qo'yapmiz. Nimaga? Chunki hayot ancha shiddatli. Hayot ancha murakkab. Misol uchun siz SATsiz yuqori bo'lishi mumkin, siz IELTSsiz 9 bo'lishi mumkin, lekin hayot maktabini o'qimagan bo'lsangiz, bu mahoratlarni bilmasangiz, oilani ushlashda yordam bermaydi. Nimaga? Mana oddiy narsa aytaman sizga. Qarangda, mashinani boshqarish uchun biz 3 oydan 6 oygacha o'qiymiz, to'g'rimi? O'qiymiz. Nimaga? Chunki kimnidir hayotiga yoki sog'lig'iga zomin bo'lib qolmaylik deymiz. Lekin insonni boshqarish uchun nimaga bu ilmni o'qimas ekanmiz? Demak, inson bilmagan narsasini dushmanimi? Oila ilmini bilmaydigan inson oilaga dushman bo'ladi. Ayolning psixologiyasini bilmaydigan inson dushman bo'ladi u narsaga. Dinini bilmaydigan inson xohlasin xohlamasin diniga dushman bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun bu narsani o'rganish kerak bo'ladi. Nima uchun ikkinchi tomonni aqli bor, hissiyoti bor, qalbi bor, fikri bor, ongi bor? Nimaga uni boshqarish uchun biz o'qimas ekanmiz? Nima uchun temirni boshqarish uchun biz o'qiymiz? Bitta temir edi, aqli ongi yo'q edi. To'g'ri, hozir aqlli mashina chiqib ketib qoldi. Lekin insonchalik aqlli emotsiyaga ega emas edi. Lekin biz bir insonni boshqarish uchun o'qimaymizda, lekin bitta mashinani, bitta temirni yoki kompyuterni boshqarish uchun yillar davomida o'qiymiz aytini. Lekin insonni boshqarish uchun o'qimaymiz. Deylik, Gitlerning hayotiga qarang. Muammo nimada edi? Gitler 20 million inson, 20 millionga yaqin insonni qatl bo'lishiga sabab bo'lgan inson hisoblanadi. Xo'p, muammo nimada edi? Muammo oilada edi. Oilada edi, otasidan mehr ko'rmasdi, ko'p kaltagirdi va bu shaxs undan keyin chiqdi-da, uning agressiyasi deylik butun boshli millatlarda ko'rina boshladi. Muammo shunda. Shuning uchun inson mahoratlarini oshirish kerak bo'ladi. Ya'ni siz boya savol berasiz, g'ururmi? Albatta g'urur. Albatta, ya'ni bu o'z o'rnida ishlatilmagan gardiniya, kibr, mutakabbirlik hisoblanadi. Demak, mutakabbirlik bo'lmaydi agarda inson xo'p bo'ladi desa. Mutakabbirlik bo'lmaydi inson qanaqadir ma'noda bir qadam chekinsa. Tushuntira oldimmi? Bu juda ham muhim. Juda ham muhim. Misol uchun, erkak kishida qanaqa muammo bo'ladi agarda ayolni dunyo qarashi, qalbi va aqlini e'tiborga olsa. Ayolda nima narsa kamayib qoladi agar erkakni dunyo qarashi e'tiborga olsa? Muammo nimada? Bilasizmi muammo, Shahzod? Muammo o'zi aslida er xotin bitta narsa haqida gaplashadi. Lekin uslub va yondashuv ikki xil bo'ladi. Misol uchun oddiy narsa, ayol kishi aytadiki, bola tarbiyasi siz menga yordam bermaysiz dedi. Erkak kishi aytadiki, men yordam beraman dedi. Bola tarbiyasida mana qarang, men bolani yediraman, ichiraman, o'tiraman, gaplashaman. Men bolani darsini qildiraman, lekin siz bironta bu ishlarni qildirib, birontasida menga sherik emassiz. Menga ko'mak va yordam bermaysiz dedi. Lekin erkak kishi aytadiki, men bolalarni kelajagini bunyod qilaman. Bolalarni kelajagi uchun ishlayman. Ularni maktab bog'chasiga to'layman. Men ro'zg'or qilaman, kiyim-kechakni olib beraman dedi. Tushunasizmi? Erkak kishi tarbiyaga hissa qo'shishligini shunaqa tushunadi. Lekin ayol unaqa tushunmaydi-da. Agarda ayol ham oqila bo'lib, "Adajonisi, men sizni tushundim. Sizni hissa qo'shishingiz juda ham buyuk. Men sizchalik qila olmayotgan bo'lishim mumkin. Lekin bilasizmi, nimani o'ylayotgandim? Men o'ylayotgan narsa, qani edi siz 2 kunda bir marta bo'lsa ham, mayli 3 kunda bir marta bo'lsa ham bolalaringiz bilan 20 daqiqa kamida gaplashsangiz, ular bilan o'tirsangiz, ular bilan boladek suhbatlashsangiz, misol uchun, ular bilan o'ynasangiz, 20 daqiqa, yarim soat uzog'i bilan 3 kunda bir marta, men shu narsani xohlayotgandim. Uyda bo'lganingizda birdan yana telefoningiz, yana televizor, yana kompyuter, yana xonangizga kirib ketmasdan bolalarga biroz e'tibor berib, deylik mana bu planshet kompyuterlarni chetga qo'ygan holatda bolalar bilan birga bo'lishingizni xohlardim. Men tarbiya deganda shu narsani nazarda tutaman desa, bilasizmi? Aksar erkak xo'p bo'ladi deb bilaman. Lekin muammo nimada? Muammo uslubda. Uslubda. Mana biz yondashuvimizda biz bitta mavzuni gaplashamiz. Er xotin yoshlar odatda. Lekin yondashuvimiz ikki xil bo'ladi. Agarda ayol kishi yoki erkak kishi yondashuvini to'g'rilaydigan bo'lsa, unda albatta boyaginaqa nuqta kerak, markaziy nuqta topiladi deb o'ylayman. So'z ko'p ba'zi yosh, endi mana o'zim ham biz oila qilganimizga ham 4 yil bo'lgan bo'lsa, yosh oilalarda bizda shunaqangi fikr bo'ladiki, agar nizo paytida u tarafga qarab qadam bossam,
uni qadam bosgan tarafi qanaqandir ikkita juft bir-biri o'rtasida martabasi tushib qoladigandek yoki hurmat tushib qoladigandek yoki ana biz ajnabiy tilda aytsak ochkosi tushib qoladigandek shunaqa o'ylashadi. Shuna hisobiga shunchaki qadam bosmaydi yoki misol uchun ketaman desa ushlab olib qolmaydi, qahqi ketasan deb yoki misol uchun agar joyiga kelsa noto'g'ri ish qilganini tan ham olishmaydi. Bu narsani endi orqasida nima yotadi deganda men shu narsani kuzatganman o'zim. Endi bu narsada ya'ni nizoda aynan misol g'urur orqasida shunaqa narsa bo'lsa nima qilish kerak bo'ladiki biz yosh oilalar mana shu narsani ketqizish yokida uslub aytaylik, mana shu narsaga uslub agar biriktiriladigan bo'lsak bitta tilda gaplash uchun nima qilish kerak bo'ladi yosh oilalar? Bilasizmi, tushundim sizda. Keling mana shu joyda bir ilmiy yondashuv qilaylikda va voqealarni bitta-bitta narsaga gapirib beraman. Al-intisar bitamil bidawqil xasara deyiladi. Mana shunaqa qoida bor. Qarang. G'oliblik, mag'lublik ta'mi bilan bo'ladi. Tasavvur qiling, bir odam g'olibdi, lekin yaxshilab qarasa u mag'lub. Endi men nima demoqchiman boyagi so'zdan kelib chiqayo'man. Deylik bir odam aytadiki, men g'olib bo'ldim, aytganimni qildira oldim yoki ayol aytadi. Misol uchun nima desam shuni qiladi. Dedim, har qanday so'zimga xo'p bo'ladi deydi. Chunki men o'z so'zimni yetkazaman va o'z so'zimni o'tkazaman deydi. Misol uchun men bu bahsda yutib chiqdim deydi. Bilasizmi, ko'pincha g'olibligimiz mag'lublik sifati bilan ta'mi bilan bo'ladi. Nima demoqchiman? Tasavvur qiling, er-xotin o'rtasidagi nizo bo'ladigan bo'lsa, niyat o'zi ketadi basda. Ya'ni men yutishim kerak bo'ladi. Men chunki erkakman. Haq bo'ladi, nohaq bo'ladi. Men yutishim kerak, men joyiga qo'yib qo'yishim kerak degan narsa bor. Chunki tarbiyamiz shunaqa bizni. Buta nafs tarbiyasi ham bor. Buta qadriyat ham bor. Buta ya degan narsa ego juda ham yuqori. Tushunasizmi? Xo'p, lekin esdan chiqarmang. Tasavvur qilingda, siz bir nizoga kirasizda, bahs qilasiz, bir ixtilofga kirasiz, maqsad faqat yutish. Savol beraman sizga. Agar yutqizsangiz, siz ikkinchi tomonni qabul qilasizmi, yo'qmi? Qabul qilmaysiz so'zni, chunki maqsad niyat yutish edi. Faqat yutqizsangiz. Bir oyna borda, ko'zga faqat sizni aybingizni ko'rsatadi. U ko'zga qaragingiz kelmaydi. Yoki faqat yutyapsizda, siz ikkinchi tomonga faqat aybini ko'rsatyapsiz. U siz bilan munosabat qilgingiz kelmaydi axir. Tushuntira oldimmi? Xo'p, bu narsani bunaqa bo'lmaslik uchun nima qilish kerak? At-tajahul degan narsa bor. Nimanidir ko'rmaganga olish kerak. Nimalardandir voz kechish kerak bo'ladi. Misol uchun oddiy narsa. Modomiki bu ayb nodir kam holatda bo'ladimi? Voz keching, e'tibor qaratmang. Men bir aytdim sizga bu narsani. Ikkinchidan, modomiki siz u tomonni bu aybini o'zgartira olmayapsizmi? Ayol kishi misol uchun sekin ishlashi mumkin. O'zgartira olmaysiz, tabiat bu, tamom, 25 yosh. Qabul qiling. O'zgartira olmaysiz. Chunki siz bo'ldi, farzand bor bu yerda, oila bor, yaxshi ko'rasiz. Bu setayotgan sifat juda kichik hisoblanadi deyiladi. Uchinchisi, modomiki u tomondan keladigan og'riqni siz ko'tara olasizmi? Bilinmaydimi misol uchun? Qanaqadir gap so'zlari, misol uchun ikkinchi tomon yoki taomdagi tuzni ozligi sizga bir bu aziyat ko'tara olasiz, uni aziyat deb qarab ham bo'ladigan masala emas edi. Mana shu 3 tadan istisnomi bo'ldi, tamom, qanamang. At-tajahul deyiladi. Ya'ni nimandir e'tiborga olmaysiz. Buyuk insonlar shunday bo'ladi. Mayda narsa bilan elashib, o'ralashib qolmaysiz axir. Buyuk inson buyuk ishlarga qaraysiz. Boyagi mayda narsalar ichiga kirmaysiz. Bir inson keldi, Mustafa Abu Sa'd, hozirgi zamonamizda juda katta olimlardan biri. Endi u kishi gapiraman degandilar, ayol kishi aytdiki, ustoz dedi, gapirmang dedi. Qanchalik gapirsangiz ham men bittagina so'z aytaman. Bu insondan ajrayman. Boshqa gap yo'q. Dedi. Keyin boyagi olim odam aytdiki, men sizni tushundim. Tamom. Ajraysiz dedi. Eriga aytdiki, 3 oy muddat faqat dedi. 3 oydan keyin ajraysiz. Men o'zim kerak bo'lsa o'rta turaman dedi. Lekin eriga aytdi. Bilasiz nima dedi? Eriga aytdiki, nimani xohlasa shuni qilib bering dedi. Endi albatta aql doirasida gap ketyapti.
malikalardek munosabat qiling. Aytganlarni qiling. Bilaman oson emas. Bilaman qarzlar bor, ish bor, nafaqa bor, gaz, suv, svet to'lash kerak, bolani pampersi bor, hammasini bilaman. Men ham Moskvada yashamayman. Toshkent yerda yashayman. Bilasizmi? Boyagi odam juda qiyin bo'ldi qabul qilish. Iltimos dedi. Qiling shu narsani dedi. Malikalardek munosabat qiling dedi. Bilasizmi, boyagi inson har haftada telefon qilardi doktor Mustafaga. Qilardida, ustoz, iltimos qilaman, to'xtataylik. Meni toqatim yetmayapti dedi. Har safar doktor aytardiki, biroz qoldi dedi. Malikalardek munosabat qilavering. Qilavering va qilavering. Bilasizmi, 2 oy vaqt o'tdi. Har bir hafta uzoq bilan 2 haftada boyagi inson telefon qilardi. Ko'tara olmayapman, qila olmayapman. Ustoz so'zlari biroz qoldi. Chidang, sabrli bo'ling deb shunaqa motivatsiya berardilar telefonda. 2 oy bo'lgach telefon qildi. Boyagi odam yana. Endi nasihat qilaman desalar aytdilarki, ustoz dedilar, endi nasihat kerak emas. Bilasizmi? Men bunga malikalardek munosabat qila boshlaganimga 2 oy bo'ldi. 2 oydan so'ng menga xuddi podshohlardek munosabat qila boshladi dedi. Meni oilam, meni ayolim bilan bo'lgan munosabatim jannatga aylandi, bog'ga aylandi dedi. Demak, erkak kishi o'ylaydiki, men qilsam boshimga chiqadi. Undaqa emas. Bir muddat bo'lishi mumkin bu narsa. Insonni aqli yoki qalbi temirdan emasda, o'z-o'zidan insonda hayo degan sifat shakllanadi. Hayo sifat esdan chiqarmang. Hayo bilan iymon bitta joyda bo'ladi-da. Agarda bu sifat shakllansa, hamma ijobiy sifatlarni kutaverasiz ikkinchi tomondan. Lekin uning uchun biroz sabr qilish kerak bo'ladi. Qarashlarimizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Bir ayol aytibdiki, men erimdan ajrayman, ajramasam bo'lmaydi, zudlik bilan ajrashim kerak. U ayolga aytildiki, siz eringizni ijobiy sifatiga qarating. Nazaringizni. Salbiy tomoni bor albatta. Biz malak emasmiz. Va shu bilan birgalikda biz shayton ham emasmiz. Bizda ijobiy sifatimiz ham bor, salbiy sifatimiz ham bor. Gunohimiz ham bor, savobimiz ham bor. Adolat nimada edi? Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytganlaridek, adolat bu savobimiz gunohdan ko'ra ko'proq bo'lmoqlikda edi. To'g'rimi? Mana shunda boyagi odam, ayol kishi to'g'rirog'i, bilasizmi, 1 yildan so'ng aytgan so'zi shunaqa bo'ldi. Aytdiki, men erimni ijobiy sifatiga, yaxshiliklari bor ekan, qaratdim diqqatimni. Hozir oilam go'yoki jannatdek, go'yoki bog'dek mazza qilib yashayapmiz dedi. Tushunasizmi? Mana shunaqa mahoratlar bor. Uning uchun o'qish kerak bo'ladi. Uning uchun ustozlardan maslahat tavsiyalar olish kerak bo'ladi. Shuning uchun inson bilmagan narsasining dushmani. Ya'ni oilani ushlash ilmini bilmadimi? To'g'ri natijani Alloh yaratadi. Qanchalik dono bo'lmang, qanchalik boyagi texnika taktikani bilmang, 40 yildan keyin kerak bo'lsa oila buzilishi mumkin. Uni o'ziga xos sabablari bo'ladi. Lekin qalb unda og'rimaydi-da, chunki siz hamma sababni qilgan bo'lasiz. Chunki natijani Alloh yaratadi. Mana shundan kelib chiqib gaplashadigan bo'lsak, o'zi umuman olganda nizoga sabab bo'ladigan narsalar bor. Bu nima narsa edi? Nizoga sabab bo'ladigan narsa hukmronlik, as-sulta deyiladi. Hukmronlik, biz hukmronlik talashamiz. Men hukmronman. Meni so'zim o'tish kerak. Yo'q, sizniki emas, meni degan narsa bo'ladi. Yoki ishonch bilan e'tibor. Mana shu 3 ta sifat o'zi aslida har qanday nizoning asosi va poydevori, fundamenti hisoblanadi. Misol uchun oddiy narsa aytaman sizga. Xo'p, keling bu narsani endi misol qilamiz. Oddiy so'z bo'lib qolmasin. Erkak kishi kech keladi-da. Kirib kelishlar ayol kishi aytadiki, nimaga kech keldingiz? Nimaga telefonga javob bermaysiz? Nimaga kech kelishingizni aytib qo'ymaysiz? Axir biz sizni kutdik deydi. Bilasizmi? Erkak kishi nimani xohlaydi, nimani o'ylaydi? Birinchi o'ylaydigan narsasi adam ham xuddi shunaqdi. Adam qattiq tarbiya qilardilar. Ko'chaga chiqarmasdilar. Kech kelganda qattiq eding dirdilar. Bu endi adamning o'rnini bosmoqchimi? Bu endi adamdek hukmron bo'lmoqchimi? Deydi. Ayolni deylik xavotir olgani, bezovta bo'lgani 0. Bu haqida erkak kishi o'ylamaydi ham. Aytadiki, bu menga hukmron bo'lmoqchimi? Sen kimsan meni o'ylaydigan, ya'ni sen kimsan menga bunaqa savol beradigan deydi. Men adam kerak bo'lsa menga bunaqa savol bermasman 20 ga to'lganimdan keyin deydi. Tushunasizmi? Gap nimada edi? Erkak kishi nimaga qarab yo'yib ketib qoldi? Mavzuni, muammoni nimaga yo'ydi? Undaqa emasdi axir.
Lekin ayol nimaga bu savolni berdi bilasizmi? Ayol hukmronlik uchun bergani yo'q. Ayol onasining hayotini ko'rgandida, onasining hayotida xuddi shunaqa bo'lardi. Onasi qurbon sifatida yashardi. Adasi xohlagan vaqtda kelardi. Onasini adasiga nisbatan ishonchi yo'q edi. Deylik e'tibor yo'q edi, chunki erkak kishi qattaligini aytmas, xohlagan vaqtda kirib kelaverardi. Onasining hayotini ko'rgan qiz, men bunaqa bo'lmayman, bunaqa qurbon ayolib yashayman. Men erim bilan baxtli yashayman. Erim bilan men ochiq bo'laman, shaffof bo'laman, erim bilan men do'stlik munosabatda bo'laman degan niyatida aytadida, ayol kishi bu savol bilan ishonch va e'tibor xohlaydi. Hukmronlik emas. Qarang, nizoqatdan kelib chiqdi. Nimadan boshlandi bu narsa? Ayolning psixologiyasini, tabiatini, fikrini, dunyoqarashini erkak bilmadi. Erkaklikni ayol kishi bilmadi. Mana shundan kelib chiqaveradi. Shuning uchun muammolarni agar tasniflaydigan bo'lsak, muammolar bir qancha turga bo'linadi. Misol uchun, birinchi turdagi muammolar deylik ochiq ko'zga ko'rinuvchi muammo bo'ladi. Ochiq ko'zga ko'rinuvchi, misol erkak kishi badjahl, so'kadi, urushadi, uradi, tahqirlaydi va hokazo. Ikkinchi turdagi muammo nima edi? Ikkinchi turdagi muammo xafiy, ko'zga ko'rinmaydi. Misol uchun, o'zaro ishonch yo'q. Bir-biriga nisbatan adovat, agressiya ruhiyatida, niyat va gumoni yomon. Fursatim bo'lish bilan, o'zimga sharoit qilishim bilan, joyim bo'lish bilan ajrayman deydi erkak yoki ayol, misol uchun. Ko'proq ayol aytadi bu narsani. Bu adovat ikkinchisi ko'rinmas bo'ladi. Bu ikkalasini oladigan bo'lsa, qaysi xatarliroq? Albatta ko'rinmas xatarliroq bo'ladi. Undan keyin misol uchun yana ikki turi bor. Ya'ni bir zumda o'tuvchi muammolar bor. Misol uchun erkak kishi o'z qo'li ochiq edi, lekin ayol pul so'raganida, misol uchun 2-3 oyda aytdiki, 2-3 oyda bir bo'lib turadigan sifat, hozir pulim yo'q, hozir bera olmayman dedi. Yoki bugun uyingizga bormaysiz dedi, misol uchun. Ayol endi tamom, meni erim baxil, o'zimni ota-onamga yubormaydi, senlar ham qilmaydi degan narsa aytish kerak emas. Chunki undan keyin doimiy muammo bordi. Doimiy muammo nima edi? Doimiy muammo boshqacha edi. Misol uchun, umuman senlar ham qildirmaydi. Tushunyapsizmi? Doimiy haqlarni ado qilmaydi. Doimiy so'kada haqorat qiladi. Mana bu o'rinda qaysi xatoni, deylik, muammoni hal qilishimiz kerak bo'ladi? Qaysiga diqqatimizni qaratishimiz kerak bo'ladi? Yoki ayol kishi, ammo yoki erkak kishi qaratish kerak bo'ladi? Doimiyga. Bir zumda o'tuvchiga emas. Mana shunaqa turlari bor. Ya'ni bizda misol uchun o'zimizda va o'zim tengi do'stlarimizda oilalarda kuzatayotgan muammolar. Ya'ni shu mavzuga tushgan uchun uni har bitta keysini aytib ketolmanda. Misol uchun ayol ketib qolish masalasi, ketaman deyshi. Chunki siz bilan bundan qanchalik 3-4 kun oldin xuddi shu mavzuda suhbat qilib berganingizda, aslida har bitta yo'qning ortida ha yotadi degan narsani chuqurroq tushuntirib berganingizda, bu narsani albatta olib chiqish kerak ekan, bu narsani tushuntirish kerak ekan. Juda ko'pchilik, chunki oilalar ayol ketaman degandan keyin yoki misol uchun nizo paytida er g'urur qiladi, nima hisobiga g'urur qilsa desam, ayolimni oldida obro'yim tushib qoladi yoki qanaqadir hurmatim pastga tushib qo'yadi yoki men hurmatsizlik qilding menga nisbatan deb aniqladi. Va endi hozirgi suhbatdan uni orqasida hukmronlik yotar ekanda. Xuddi shundoq. Demak, asos bo'ladigan narsa har qanday nizoni hukmronlik, ishonch, e'tibor. Mana shu narsalardan kelib chiqaveradi. Hukmronlik masalasi bo'yicha agarda teng deydigan bo'lsak, erkakka ham ayolga ham zulm qilgan bo'lamiz. Shunaqa joylar bor. Ayol kishining o'rni kuchliroq bo'ladi. Misol uchun shunaqa o'rinlar bor. Erkakning so'zi kuchli bo'lishi mumkin. Buni erkak bilan ayol oilada taqsimlab olish kerak bo'ladi. O'rtadagi masalani ovozga qo'ysa bo'ladi va o'zaro maslahat muhokama qilsa bo'ladi. Shuning uchun o'zi umuman olganda mana bu nizolar bo'yicha, mana hozir muqaddimamiz asosan nizo bo'yicha ketyapti. Nizo deganida biz nimani tushunamiz? Nizo deganda biz hal qilish kerak degan narsani tushunamiz. Bilasizmi? Muolaja deyiladi. Nizolarni, kelishmovchiliklarni hal qilish 5 ga taqsimlanadi. Va hech qachon 100 ga 100 muolaja qilinmaydi hamma narsa ham. Hayotda juda ham ko'p narsa 100 ga 100 hal bo'lmaydi. Misol uchun oddiy narsa, birinchi o'rindagisi bu muolaja deyiladi. Bizda misol uchun hal qilish desak bo'ladi.
Misol uchun olib qarang, mana tishingiz og'riyapti, doktorga bordingiz, dori qo'ydi, ukol qildi, boshqa tish o'z o'rnida va tish og'rimay qoldi. 100% davolandi. Buni biz hal va muolaja desak bo'ladida. Lekin oila masalasi doimo ham unaqa bo'lavermaydi. Buni ham bilishimiz kerak bo'ladi. Doimo ham unaqa bo'lavermaydi. Birinchisi muolaja. Qila oldingizmi 100%? Hal bo'ldimi? Juda ham yaxshi. Bo'lmasa, ehtiyoj tushunchasi bor. Muammoni qamrab olish. Ya'ni muammo qamrab olasizda katta bo'lib ketib qolmaydi. Qanaqasiga qilasiz? Misol uchun oddiy narsa mana qarang. Erkak kishi so'kong'ich bo'lishi mumkin yoki sigaret chekishi mumkin. Ayol kishi aytadiki, so'kmang desa, baribir ham bu narsani tashlay olmasligi mumkin. Yoki sigaret chekmang desangiz, baribir chekishi mumkin. Ayol aytadiki, buni men hal qila olmadim. Lekin qamrab oldim. Katta bo'lishi yo'l qo'ymadim deydi. Qanaqasiga? Misol uchun aytadiki, adajonim, men sizni tushundim. Bu narsani tashlash qiyin ekan sizga hozirchaga. Keling, bolalarni oldida chekmang. Bolalar ko'rmasin, tarbiyasiga ta'sir qilmasin. Yoki telefonda gaplashganingizda, iltimos o'zingiz xonangizda gaplashsangiz ham bo'ladi. Chunki ko'p so'kasi va bolalarga bu narsa tarbiyasiga ta'sir qilyapti. Mana tushunyapsizmi? Er-xotin bu narsani bir chiroyli kelishib bo'ladi-da. Qarang, bu yerda hozir hukmronlik yo'q, shaxsiyat tegish yo'q, shartlar yo'q, faqat kelishuv bor. Keling, siz shunaqa ekansiz, men uni qabul qilaman. Sizni shaxsiyatingizni o'zgartira olmas ekanman, lekin bolalarimizga yomon namuna bo'lmaylik. Mana shuning uchun mana shu o'rinda ham aytib ketaman, 7 yoshgacha onani o'zi tarbiyadagi o'rni kuchli bo'ladi. Ko'rdingizmi? Kuchliroq bo'ladi. Misol uchun 100% onaniki bo'ladi davri. Lekin 7 yoshdan 12 yoshgacha endi ota ham qo'shiladi-da. Bola katta bo'ldi. Ota qo'shiladi, endi 50 kelik desak ham bo'ladi. 12 yoshdan yuqorida endi otaniki ko'proq bo'ladi. Kerak bo'lsa 60-70% otaniki bo'ladi. Kasb o'rgatadi, hayot mahoratlarini o'rgatadi, ko'p narsani ta'lim beradi. Tushunyapsizmi? Mana shu o'rinda xolamang ota namuna bo'lib qolishi mumkin. Nima bo'ldi bu yerda? Boyagi masala hal qilindimi 100%? Erkak kishi chekmaydigan yoki so'kmaydigan bo'lib qoldimi? Yo'q. Erkak kishi bolalarni oldida shu ishni qilmaydigan bo'ldi. Bu ikkinchisi edi. Masalani hal qilish. Ikkinchi turi edi 5 tadan. Uchinchisi tavzif deyiladi. Qanaqadir ma'noda foydalansa bo'ladi. Deylik, erkak kishi kitob odami. Keling, o'sha bu narsa ayolga yoqmasligi mumkin. Ayol romantikani xohlashi mumkin. Tushunyapsizmi? Keling, mana shu vaqtda erkakni kitobxonligini bolalar darsiga yo'naltirsak bo'ladi-yu. Va hokazo qanaqadir ma'noda ikki tomondan biriga yoqmaydigan bir sifatni nimadir narsadan foydalansak yoki yo'naltirsak bo'ladi. O'zligizga kelishgan holatda. To'rtinchisi vaqt deyiladi. Az-zaman juz'un minal ilaj deyiladi arab tilida. Vaqt muolajaning bir bo'lagidir. Bilasizmi? Vaqtni o'zi hakam deyiladi-yu, ko'rsatib qo'yadi-da. Vaqt o'zi bizni tarbiyalaydi. Shuning uchun ba'zi bir narsalarni vaqtga qo'yish kerak bo'ladi. Shunaqa ayollarni men bilaman. Eri giyohvandlik yo'liga kirib qolgan. Bilasizmi, 22 yil deganida 100% eri bu yo'ldan chiqishiga anaqa qildi. Chiqa oldi bu yo'lda, musharraf bo'ldi, chiqa oldi. Nimaga? Chunki ayoli yonida edi-da. Mana shunday kuchli ayollar bor. Doim aytadigan narsam, har qanday kuchli erkakning ortida kuchli ayol turadi. Ayollarimizni eng buyuk sifatlaridan biri ular motivatsiya berish kerak bo'ladi. O'g'il bola shuni xohlaydi. Biz yoshligimizdan biz psixologimiz shundoq. Kichkina ish bo'ldimi, bizni maqtab qo'yish kerak bo'ladi. O'g'il bola bilan qiz bola tarbiyasini farqi ham xuddi shundoq tarbiyasida. Qiz bolani hech narsa qilmasa ham maqtash kerak bo'ladi. Bori uchun. O'g'il bolani bitta kichkina ishiga maqtab qo'yish kerak bo'ladi. Hatto payg'ambar alayhissalomning anaqalariga qaraydigan bo'lsak yoki boshqa payg'ambarlar siratiga qaraydigan bo'lsak, qarang, Hadicha onamizdek yoki deylik boshqa onalarimiz qarangda, siratni o'qing, masalan, Ummu Salama onamizdek motivatsiya, shunaqa bir shijoat, g'ayrat, ruhiyat bergan ayol bormikan? Buni o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Shuning uchun hatto payg'ambarlarning alayhissalom ayollari ham, onalarimiz ham eng buyuk bitta missiyalaridan biri motivatsiya berish bo'ladi. Shuning uchun vaqtga tashlab qo'yiladi ba'zi bir narsalar. Ya'ni bittada sehrli bir knopka yo'qki, bitta bosib qo'ydingizda hal bo'ldi. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Shunday ertalab uyg'ondingizda, erkak kishimiz va ayol kishi uyg'ondida, eri tushunadigan, mehr muhabbatli, romantik bo'lib qoldi degan emasda. Qanaqadir vaqt ham va muddat ham kerak bo'ladi. Bu narsa xuddi maqsadga o'xshaydi. Maqsadga yetish uchun sabr qilasiz, mehnat qilasiz, duo qilasiz, so'raysiz, vaqt o'tadi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Oiladagi
nizolarni kamayishi baxtli bir maskanga aylanishi uchun ham bu xuddi maqsadga o'xshash. Maqsad uchun mehnat qilarmidingiz, kutarmidingiz, harakat qilarmidingiz, boringizni berarmidingiz? Xuddi shu singari buni ham kutish kerak bo'ladi. Shuning uchun Qur'onda mawadda va rahmat keladi. Mawadda nima edi, rahmat nima edi? E'tibor qarating. Muhabbat yo'q. Er-xotin o'rtasidagi muhabbat biz birinchi o'ringa qo'yamiz. Yo'q. Al-hub huwa thamara deyiladi. Bu natija. Muhabbat bu natijadir. Nimaning natijasi? Qur'onda yaxshi ko'rish haqida gap ketmaydi er-xotin o'rtasida. Mawadda ketadi. Mawadda nima edi? Mawadda degani o'zaro muhabbat bilan hamkor bo'lib, bir-birini tushunib yashash uchun ikki tomon borni sarf qiladi. Aqlini, hissiyotini, qalbini, energiyasini beradi ikki tomon ham. Tushunyapsizmi? Ana undan keyin muhabbat yuzaga keladi. Shunaqasiga yashaysiz. Agarda biron bir narsa yuzaga kelmasa, unda so'ragandek bo'lmasa, ikkinchi tomon ojizlik qilsa, unda ikkinchi sifat keladi. U rahmat sifati edi. Mawadda va rahmat deganda rahm sifati ikkinchi tomon ojiz bo'lishi kerak. Unda kuchli tomon ikkinchi tomonga nima qiladi? Mehr oqibatini ko'rsata boshlaydi. Bu juda ham muhim edi. Va 5-chi narsa u duo edi. Duo qilasiz, so'raysiz, iltijo qilasiz. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun ba'zi anaqalar, nizolar bitta muolajani o'zi bilan hal bo'lib ketishi mumkin. Yo'q, ba'zilarga 2-3 ta unsur qo'shasiz. Ba'zi bir muammolarga biz 5 ta unsur qo'shishimiz mumkin. Uni muolajani ham qo'shing. Boyaga ehtivo deyiladi, uni qamrab olishni ham qo'shing. Vaqt ham qo'shing, duoni qo'shing. Nimadir sifatini foydalaning, misol uchun ijobiy tomonga oilada yoki bola tarbiyasida. Mana shunaqasiga mana shu 5 tasi qo'shilgandagina qanaqadir ma'noda natija bo'lishi mumkin. Va albatta bo'ladi. Faqat kutishimiz kerak bo'ladi. Endi so'z keyingi anaqa savol shunaqangi holatki, juda oxirgi paytda statistikalarda ajrim juda oshib ketyapti. O'zingiz ham bu narsani guvohi bo'lasiz. Juda ko'p sizni konsultatsiyasiga bir do'stlarimiz olib keldik yoki odamlar murojaat qilishadi yoki sizni ijtimoiy tarmog'ingizga endi bizda anaqa do'st bo'lgani uchun va yozishadi shunaqa holat, ya'ni juda og'ir holatga yetib kelgan va ajrashishmi yoki yo'qmi degan yoki o'sha ajrashish qaroriga kelib bo'lganda qanday qilib ajrashsam to'g'ri bo'ladi degan anaqani qilishadi. Savol berishadi. Endi shunday savol tug'iladiki, o'zi qachon ajrashish kerak? Ya'ni ajrashadigan aniq misol uchun sabablar bormi? 1, 2, 3 yoki qanaqa holatda ajrashiladi? Nima uchun oldinlar ajrimlar kam bo'lgan? Nima uchun hozirga kelib ajrimlar ko'payib ketyapti? Bu narsani yechimi nimada bo'ladi? Bizni shu loyihamiz ham asosiy maqsadi shularni kamaytirish, ya'ni ajrimlar sonini kamaytirish. Chunki buni ortidan biz o'sha statistikani o'rganganimizda har yili jamiyatga 15,000 atrofida bola, yetim bola anaqa keladi. Dunyoga keladi. Ya'ni bola yetim qoladi va bu degani psixologik bir juda bir bo'shliq bo'lgan bir inson kelyapti. Agar u qiz bola bo'lsa, u erkak kishi tarbiyasini ko'rmayapti, ya'ni ota mehrini ko'rmayapti. Agar o'g'il bola bo'lsa, u otasi yoki onasini mehriga kerak bo'lib o'syapti. Va bu tushundim men sizni. O'zini yomon salbiy jihatlarini ko'rsatyapti. Xo'p, tushunarli, bilasizmi, bu masala shuning uchun o'zi bu silsilaviy dars deb aytildi. Ya'ni bittaning o'zida hamma narsani yechimini albatta berib bo'lmaydi. Bitta ko'rsatuv bo'lsin yoki bitta kitob bo'lsin, lekin qanaqadir ma'noda ishoralar qilishimiz mumkin va inshaalloh qanaqadir ma'noda yechimlar ham bo'ladi deb o'ylayman o'zim. Umuman olganda biroz yana tepadan qarashimiz kerak bo'ladi. Biroz teparoqdan qarashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bilasizmi, oilalar masalasida oila o'zi 3 ga taqsimlanadi. Birinchi turdagi oila as-sa'idul amin deyiladi. Ya'ni xotirjam va baxtli oila. Jamiyatda bunaqa oilalar balkim 10% ga yetar yoki balkim 10% ga ham yetib bormas. Bu oila egalari juda ham ongli insonlar hisoblanadi. Bilasizmi, qiyomatga yaqin hadisda aytiladiki, hali mendan keyin juda ham keng oila degan narsa bu xudbinlik bo'ladi. Juda ko'p inson xudbin bo'ladi. Bu oiladagi 2 yosh u xudbin bo'lishmaydi.
ular ikki tomonga ham albatta bir-birini tushungan biladi. Ya'ni birinchi o'rinda ular haqlarni ado qilgan insonlar bo'ladi. Er ayolni haqqini, ayol kishi erni haqqini o'rganadi va ado qiladi. Misol uchun, ikkinchidan bu narsani o'z bilan to'xtab qolmaydida. Bu as-saidul amin, ya'ni xotirjam va baxtli oila, bilasizmi, mehr, shafqat, muhabbat, e'tibor, nimanidir e'tiborga olmaslik, ko'rmaslik, qanaqadir haqlardan voz kechish misol uchun. Mana shunaqa narsalar ustiga quriladi. Lekin bu narsani hamma erkak va hamma ayol ham qila olmaydi. Shuning uchun bu oila eng yuqori martabadagi oilalar turkumiga kiradi. Bunaqalar men o'zim o'ylashimcha tadqiqot o'tkazmaganman, lekin xulosaviy o'zim qanaqadir taxminiy xulosam 10% yetib borar yoki yetib bormas darajadagi son bo'lsa kerak jamiyatimizda deb o'ylayman. Bu birinchisi. Ikkinchi turdagi oila bular yaxshi oila hisoblanadi. Tamom. Yaxshi deb qo'ya qolamiz. Qanaqadir ma'noda kimlargadir kichik bo'lsa ham namuna bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki bu oila o'zaro haqlarini ado qiladi. Shuning ustiga quriladi. Ya'ni erkak kishi erkakligini qiladi, ta'minlaydi, nafaqa qiladi, mas'uliyatni zimmasiga olgan. Ayol kishi o'zining mas'uliyatini ado qiladi oilada. Bo'ldi, shuni o'zi to'xtaydi. Lekin fazilat, e'tibor, mehr, muhabbat, nimanidir e'tiborga olmaslik, ya'ni qana ko'rmay qolishlik, xatolarni ko'rmaslikka olishlik, qanaqadir haqlardan voz kechish misol uchun. Tushunasizmi? Bunaqa narsalar bo'lmaydi. Shuning uchun bu oila biroz xatarli oila hisoblanadi. Bu oila o'z-o'zidan agarda o'zini o'nglab olmasa, 3-bosqichga tushib qolishi mumkin. 3-bosqich bu ehtimolli oila deyiladi. Ehtimol. Ya'ni qanaqa oila edi? Ehtimol yashab ketishadi, ehtimol yashab ketmaydi. Ehtimol baxtli bo'ladi, ehtimol bo'lmaydi. Ehtimol ajrab ketadi, ehtimol ajrab ketmaydi. Nima uchun? Chunki bu oila, e'tibor qarating, na haqlar ado qilinadi, na bu oilada fazilat, mehr, muhabbat, e'tibor, tushunish, bunga o'xshagan sifatlar bor. Birontasi yo'q. Shuning uchun bu al-usratul muhtamala deyiladi o'z aslida. Sabr ko'zi to'lgungacha ekan bu oila. Xuddi shundoq. Endi bilasizmi, o'zi nima uchun oilalar yuqoridagi mana asal oyi bo'ladi, qanaqadir 1 yil, yarim yil, 2 yil, qanaqadir muddat baribir ham xotirjam, baxtli oila bo'lib yashaydi. Juda ko'p oilalar. Aksariyat demoqchiman. Nima uchun pastga tushib qolamiz? Nima uchun ehtimolli oilaga tushamiz? Bilasizmi, bunning 4 ta sifati bor. 4 ta sifat bor, lekin bu 4 ta sifatga zamin bo'ladigan narsa, poydevor bo'ladigan narsa bitta sifat bo'ladi. Nima narsa edi? Asosan er va xotin o'zlarining haq va huquqlarigagina e'tibor qaratishi. Misol uchun men ba'zi bir joylarga borganimda, deylik, osh bo'ladi, to'y, nikoh oshida boshqada. Ba'zida ahli ilmlar misol uchun haqlarni gapirishi mumkin-da. Misol uchun men o'zim qarashimcha aytamanki, bu suhbat oilani ushlab qoladigan suhbat bo'ldi deb bilmayman deyman. Adashmasam Fardi ash-Shukr degan bir katta olimni Al-Usra baynal adli wal fadl degan kitobim bor. Ya'ni adolat va fazilat o'rtasidagi oila deb. Ya'ni bilasizmi, mana biz faqatgina haqlarga e'tibor beradigan bo'lsak, men sizga savol beraman. Qaysi inson 100% haqqini, kimnidir haqqini ado qilibdi? Otasini, onasini, ayolini, farzandini. Axir biz xatokormiz-ku. Axir biz ojizmiz-ku. Axir biz ba'zan hissiyotga berilamiz, ba'zan bilmay qolamiz, ba'zan e'tibor bermaymiz. Haqlarni ustiga quriladigan oila qatgacha borar ekan. Misol uchun menga bir yosh oila kelib, guvoh bo'ling, biz bir-birimizning haqqini gramon qoldirmaymiz desa, men aytamanki, eng birinchi buziladigan oila deyman. Sizlarga xush xabar shu deyman. Qovus ichida. Nima uchun? Chunki hech kim haqqini to'laligicha ado qila olmaydi-da. Biz harakat qilamiz, biz intilamiz, biz o'rganamiz, lekin 100% ado qilib kim etolar ekan? Hatto Payg'ambar alayhissalom Oysha onamizga bo'lgan muhabbatlari kuchli edi. Shuning uchun duo qilardilar. Boshqa onalarga bunday muhabbat bo'lmasligi mumkin edi bu darajada demoqchiman. Shuning uchun bu mening taqsimotim. Men ega bo'lgan taqsimotim, lekin men ega bo'la olmaydigan taqsimotim bor. Ya Rob, meni kechirgin, meni azoblamagin deganlar.
ega bo'la olmaydigan taqsimot bu qalb taqsimoti edi, misol uchun. Tushunyapsizmi? Shuning uchun muammolar, ya'ni haqlar qachon ko'tariladi? Haqlar nizo bo'lganda ko'tariladi. Mutaxassis oldida ko'tariladi. Boshqa vaqt ko'tarilmaydi. Shuning uchun oilani ushlab turadigan narsa nima? Oilani ushlab turadigan narsa adolat emas. Adolat o'zidan bo'lish kerak bo'lgan sifat. Suvdek kerak bo'ladigan sifat, lekin fazilat, kechirimlilik, mawadda va rahma degan Qur'onda zikr qilingan sifatlar yuqorida aytildi. At-tanazul deyiladi. Nimadir narsani unutasiz, e'tibor qilmaysiz, voz kechasiz, tushunishga harakat qilasiz. Tushunyapsizmi? Mana shu sifat ushlab turadi. Mana shu sifatlarga biz muhtojmiz. Shuning uchun ba'zan faqat bunga urg'u berishimizni o'zi xato bo'ladi deb o'ylayman. Oddiy narsa aytaman. Siz misol uchun uyga borasizda, ishdan keldingiz, uyingizga kech keldingiz, charchagansiz, ayolingizga aytasizki, menga choy damlab bering, charchadim, chanqadim desangiz, ayolingiz misol uchun Hanafiy mazhabida xizmat qilish o'zi vojib emas ekan, u domla aytdilar. U meni haqqimga kirmas ekan adasi. O'y choyingizni damlab oling dedi. Siz qanaqa qabul qilasiz bu narsani? Shuning uchun fuqarolar o'rtasida bu biroz ixtilofli masala. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun biz nafaqat adolat, balki adolatdan yuqoriga qarab ko'tarilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu narsa. Nima deb o'ylaysiz ma'lumotni? U shunaqa. Endi qolganlarni aytaymi, qanaqasiga biz tushib qolishimizni. Demak, bu hozirgi aytilgan narsa faqat haqlargagina diqqatimizni qaratishimiz, faqat haqlardan talab qilishimiz, undan yuqori ko'tarilmaslik bu go'yoki bir zamin edi. Mana shu zamin ustida nima qiladi? Har qanday oila boyaginaqa ehtimolli oilaga pastga qarab tushib qoladi. Ammo to'rtta sabab bor. Birinchi sababi oiladan tashqarida bo'ladigan bosimlar. Erkak kishi tirikchilik qilishi oson emas. Ishxona oson emas, nafaqa qilishi oson emas. Misol uchun muammolar bor, ota-onasi bilan, do'stlari bilan, ishxonada rahbari bilan, misol uchun xuddi shu singari ayolda oiladan tashqaridagi muammolar va bosimlar bo'lishi mumkin. Bu bosimlar bilasizmi? Insonda qanaqadir ma'noda agressiya shakllanadi va agressiya o'ziga va yaqinlariga bo'la boshlaydi. Bu birinchi sifat edi. Birinchi sifat, demak, oiladan tashqarida bo'ladigan bosimlar. Bu juda ham zarar. Shuning uchun oiladan tashqaridagi narsa harakat qilishimiz kerak, oiladan tashqarida qoldirishga. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi, oilaning ichidagi bosimlar. Oilaning ichidagi bosimlar. Misol uchun erkak kishi bitta go'zal so'z aytib qo'yadi-da, chiroyli so'z va tabassum bo'ladi. Biz mantiqimiz aytadiki, shu chiroyli so'z va tabassum bu mantiqan bo'lish kerak bo'lgan narsa edi dedi. Lekin ayol kishi aytadiki, shuni o'zimi dedi. Shuni faqat aytgan gapingiz yaxshi, lekin davom eting. Yana ijobiy so'zlarni gapiring menga dedi misol uchun. Erkak kishining jahli chiqadi. Axir u mantiqdan kelib chiqmadi-ku. U hissiyotdan kelib chiqqan deb ayol kishi. Muammo nimada? Biz mantiqimizni ayol kishi hissiyotga aylantirishni xohlaydi. Bizning muammomiz nima? Uning hissiyotini biz mantiqlashtirib qo'yishni xohlaymiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Shundan keyin erkak kishi aytadiki, "Men umuman endi gapirmayman. Ko'rdingizmi, boshqa chiqadi bular" deydi. Unaqa emas edi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun oiladagi bosimlar bor. Nimaga meni yaxshi ko'rishni aytmaysiz? Tug'ilgan kunim esingizdan chiqib qolibdi misol uchun. To'y kunimiz esingizda emasmi? Nima olmoqchisiz axir? Nimaga meni yaxshi ko'rishimni qayta-qayta har kuni aytish, 5 marta aytishingizni xohlayman va hokazo. Bu narsalar bosim bo'ladi va erkak kishi ham ayoliga bosim o'tkazishi mumkin. Bu bosimlar asta-sekinlik bilan nima bo'ladi? Ehtimol oilasiga ehtimoliy darajaga qarab tushib qoladi. Uchinchi sifat kasratul lahum deyiladi. Ko'p ma'lumot qilish. Ko'p ma'lumot qilasiz. Diqqatni ayb tomonga qaratadi misol uchun. Er yoki ayol. Endi tasavvur qilingda, biron marta o'sha narsani qilmadingiz, biron marta meni tabriklamadingiz, deylik bu narsani eshitgan erkak kishi bu narsani qilgisi keladimikan? O'ylab ko'rish kerak bo'ladi masalan. Tushunyapsizmi? Ma'lumot kerak emas, ijobiy jihatga qarataylik. Toki o'sha ijobiy jihat kengaysin va yana kengaysin. Tanqid va ma'lumot biron bir insonga yoqmaydi. Men doim aytamanki, ba'zilar aytadiki, ijobiy tanqidlar bor inson o'stiradigan. Men aytamanki, siz mahallangizda to'g'ri burilish bormi deyman. To'g'ri qayilish yoki burilish ko'chasi. Unaqa bo'lmaydi. Burilish qayilish u to'g'ri bo'lmaydi o'z-o'zidan. U nomi bilan shunaqa deb aytildi, burilish deyildi. To'g'rimi? Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ma'lumot qilmaymiz, tanqid qilmaymizda, ijobiy jihatga e'tiborimizni qaratamiz. Psixologiyada shundoq. Qaratsangiz o'sha narsa ko'payaveradi. Va shu bilan birgalikda oiladan chekinish sifatlari ko'p juda ham, ayniqsa oxir paytlari. Nima edi oiladan chekinish? Deylik,
choyxonada ko'p o'tiramiz. Tushunyapsizmi? Birodarlar bilan. Alloh taolo anaqani ayol kishini birodarlardan yaratmadi-da, erkak kishidan yaratdi. Tushunasizmi? Ya'ni nimagadir bir qarabmiz. Misol uchun keldikmi, oilaning ichidamiz. Lekin telefon bilanmiz. Yoki qanaqadir bir kino ko'rgimiz keladi. Yoki ayol kishi misol uchun, ayol kishi bolasi bilan bo'ladi. Oson emas bola bilan erkak kishi ishlab turish. Lekin baribir ham iloji boricha qanaqadir ma'noda erga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. O'zi muqaddam qilinadi o'zi aslida. Lekin ba'zan ayol qila olmasligi mumkin. Bola yosh, kasal bo'lishi mumkin. Buni erkak ham tushunish kerak bo'ladi. Ya'ni oila muhitidan chetga ketish bo'ladi. Ya'ni erkak kishi men ajrayman demaydi, tark qilaman demaydi, unutaman demaydi, lekin muhitdan yiroq. Juda ko'p yosh anaqalar deylik anaqa kompyuter o'yinlarida o'tirishadi. Ayniqsa qish kunlari. Oilasi-chi? Oilasi deylik o'sha Idishtoq madrasasida oshxonada demoqchiman. Ishlaydi, bolaga qaraydi, nima bo'lsa bo'ladi-da. Keyin bu o'yindan keladi bu yigit. Kecha soat 12:30 da yana keyin turib xizmatni qilish kerak bo'ladi. Oila haqida gapirsa, men oilamga qaytib keldim deydi. Lekin qachon keldingiz? Tunni yarmida. Tushunyapsizmi? Mana shu 4 ta sifat juda ham xatarli hisoblanadi. Juda ham xatarli. Ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ayni mana shu sifatlarning o'zi nima qiladi? Yuqori xotirjam va baxtli oiladan pastga qarab tushiradi. Daraja. Demak, shuni xulosa bo'ldiki, ajrim bittada bo'lib qolmas ekan. Ya'ni bizga ko'rinmasdan kelar ekanda, yig'ilib mana shu 4 ta muammolar va o'sha siz boya yuqorida gaplashganimizdek oshkora va yashirin muammolar. Yashirin muammo bo'lib, bu narsani bilmaganimiz hisobidan bular yig'ilib va oxirida yoriladigan xuddi shunaqa. Bo'ldi. Ajrashim kerak. Xuddiki, ya'ni misol uchun bitta o'sha to'lib turibdi, lekin nimadir bo'lib pelanib tushiryapti. Xuddi shundoq. Bo'ldi o'sha, lekin o'sha narsani sababiga qarasa, bitta shu anaqa tushirib yuborganiga, ana shunchami yoki misol uchun bitta gap qaytarganiga ajrashib ketish kerakmi deb noto'g'ri tashxis qo'yiladi. Yashang. Bitta men kofeni aytdim, mani adamga yoki oyimga kofe damlab bermadi yoki menga. Go'yo kofe ko'rsatiladi. Yo'q, uni ortida juda katta qissa bor. Uni ortida juda ham katta roman yozsa bo'ladi. Shuning uchun Amerikada bitta tadqiqot o'tkaziladi, ya'ni an-nawafiz al-muhattamat ila, ya'ni parchalangan oilalar nazariyasi. Bu juda mashhur. Bu haqida keyin ilmiy ishlar qilinadi. Bu jamiyatshunoslar bu narsani juda ham yaxshi biladi. Eshitishayotgan bo'lsa, qarang. Nima narsa bo'ladi? Bu narsa Amerikada bo'ladi. Amerikani deylik Nyu-Yorkda bo'ladida. Deylik tartibli bir Nyu-Yorkni anaqasiga, mintaqasiga, deylik hududiga, rayoniga bir mashina qo'yiladi. Va aynan shunga o'xshash mashina, yangi mashina, deylik jinoyat ko'proq bo'ladigan bir rayonga qo'yiladi. Ikkita olim kuzatadi bu narsani. Yaxshilab qarasaki, bir necha kunda boyagi jinoyat bor. Anaqada rayonda nima bo'ladi? Mashinani oynasi sindirilgan. Shuning uchun parchalangan oyna nazariyasi deyildi. Oynasi sindirilgan, ichidagi narsalar olib ketilgan. Xullas, mashinadan deyarli hech narsa qolmaydi. Lekin vaqt o'tadi. Boyaginaqa Nyu-Yorkni tartibli rayonida, jinoyat deyarli yo'q rayonida, bilasizmi, mashina qanday o'sishdan turaveradi. Ana keyin boyagi olimlar asta-sekinlik bilan mashinani oynasini parchalab qo'yishadi. Sindirib qo'yishadi, zarar yetkazishadi. Bilasiz, bir necha kunda birinchi mashinaga qanaqa holat kelgan bo'lsa, xuddi shu narsa bunga ham keladi. Toza joylar, misol uchun, hech qanaqa axlat tashamaydi. Sekin qog'ozlar tashab qo'yishadi-da, bir muddatdan qarshi odamlar tashay boshlaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni kichik narsa juda katta muammolarga olib boradi. Tushuntira oldimmi? Siz o'zingizni shunaqa o'ringa qo'yasiz, qurbon sifatida insonlar sizni qurbondek munosabat qila boshlaydi. Siz kichik xatolarga ko'z yumasiz, kichik xatolar juda ham katta xatolarga olib boradi. Yuqorida aytganingizdek, bir boyagi kofe yoki choy suv masalasi aytildi, yo'q, unda oldin juda ham katta mavzu bor. Endi ajrim masalasiga qaytamiz. Ajrim masalasida demak, qachon qaror qabul qilish kerak bo'ladi ajrimni? Keling, bugun biz
bunga olib boradigan ba'zi ma'lumotlar bo'yicha gaplashamizda. Lekin savolga to'liq javob beramiz, chunki bu silsilaviy ko'rsatuv, ammo yaxshi bir muqaddima beramiz bu mavzu bo'yicha. Men ba'zi bir narsalarni daftar qoralab, ba'zi bir narsalarni yozganman, endi raqamli narsalarni yozganman. Nima demoqchiman bu narsadan? Ya'ni munosabat, er-xotin o'rtasidagi munosabat o'zi qaysi o'rinda edi, qay o'rinda, qay darajada edi, shuni bilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, birinchisi qobil lil iloj deyiladi. Misol uchun, birinchisi bemalol uni muolaja qilsa bo'ladi, ijobiy tomonga o'zgartirsa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ikkinchi tur munosabat. Ikkinchi turda endi nima qilish kerak? Bu munosabatni tubdan asosi bilan ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ajrim haqida bittada so'z etilmaydi-da. Asta-sekinlik bilan muolaja qilishni boshlaymiz. Uchinchi turdagi munosabat bu al-aloqat al-mu'ziya deyiladi. O'ta aziyat beruvchi, og'ir bo'lgan munosabatlar haqida gap ketadi. Xuddi jinoyatlarni bir turga bo'lgandek, biz ham bu narsani bir 3 turga bo'lsak bo'ladi. Shuning uchun buni tinglagan inson deylik bemalol o'zida go'yoki qo'lida xarita bo'ladida, qani ma'lum munosabatim birinchisiga tushadimi, ikkinchisigami, uchinchisigami degan savolga javob ola olishi mumkin. Birinchi munosabat nima edi? Birinchisida qarang, ya'ni uni muolaja qilsa bo'ladi ekan. Bu munosabatda muolaja qilsa bo'ladi. Nima narsa edi? Ikki tomon bir-biridan charchagan bo'lishi mumkin. Birinchi sifat. Bir-biridan norozi bo'lishi mumkin. Lekin o'rtada ehtirom bor. Bir-birini hurmatlash bor. Taqdirlash bor. Bir-birini tushunish bor. So'kish, haqorat qilish, urish, nafsoniyatiga tegish, bunaqa so'zlar yo'q. Lekin biroz bir-biridan charchagan. Endi men charchadim, bir-birimizdan charchadik, zerikdik deb ajrab ketmaydi-ku axir. Bu birinchi sifat edi, misol uchun. Ikkinchi sifat o'rtada muammo bor, lekin muammo bu katta muammo emas. Misol uchun xiyonat emas-da. Balkim uslubda, yashash tarzida va bir-birini tushunishda nimadir bo'ldi, bir-birini tushunmay qoldi. Yuqorida aytgandek, ayol kishi psixologiyasiga uni nimani xohlayotganini gapirish kerak bo'ladi. Ya'ni bu odam agar tushunmasa, bu ilonni bilmasa, o'zi aslan nimani xohlayotganini deyiladi. Buni o'zida qoidalari bor. Lekin ochiq-oydin gaplashsa bo'ladi. Nimani xohlagan dedingiz bu so'zda? Balkim men tushunmagandirman, balkim men anglamagandirman, misol uchun. Ochiqroq aytsangiz yaxshi edi menga degan so'zlar bo'lish kerak bo'ladi. Bu ikkinchi sifat edi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, uchinchi sifat misol uchun erkak yoki ayol. Odatda erkak kishi ko'proq bo'ladi. Biroz e'tiborsiz, vaqtinchalik e'tiborsiz qoldiradi ahlini, ayolini. Nima uchun? Misol uchun deylik, ishda bir bosimlar bor. Talablar ko'payib ketib qoldi misol uchun. Yoki ikkinchi tomon xafa bo'lmasligi uchun biroz yolg'on gapirib qo'yishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Yoki ota-ona tomonidan biroz aralashishi mumkin. Yoki misol uchun charchaganligi tufayli deylik, biroz hissiyot oldingidaqa emas, oldingi hissiyotni bera olmayapti. Hozir men yuqorida bir qancha narsani sanab berdim. Bularning hammasi katta muammo hisoblanmaydi. Uni bemalol muolaja qilsa bo'ladi. Xo'p, keyingisi misol uchun bilasizmi, ikki tomon ham o'zi yashash xohlaydi. Doim birga bo'lish xohlaydi. Rag'bat bor. Lekin biroz bir-biridan charchaganda. Shuncha aytiladiki, ya'ni rag'batning bo'lishi o'zi muammoni 50% hal degani. Asli niyati bor. Niyati pokiza edi. Lekin qanaqadir ma'noda charchagan. Agar birma-bir gaplashsangiz, yomon gap gapirishmaydi bir haqida. Bu keyingi sifat edi. 5-sifat misol uchun. Bular bir-birini e'tirof etishadi. Haqiqatan men xato qildim. Shu ishni qilmasam bo'lardi, ayolga nisbatan deydi. Yoki ayol kishi aytadiki, mana bu joyda men xato qildim deydi. Ya'ni bir-birini aybini, ya'ni o'zlari e'tirof qila oladi-da. Hech kim o'zidan malak, farishta yasa olmaydi. Ikkinchi tomon shayton demaydi. Birlar o'zlarini e'tirof qiladi. Bu ham ajoyib sifat, bu 5-sifat edi. Bemalol bu narsani muolaja qilsak bo'ladi. Jiddiylashtirishga haqqimiz yo'q. Keyingisi, xato qilgan tomon nima qiladi? Doim men xato qildim, uzr deydi. Uzr, bu safar ham men xato qildim deydi. Mayli bir muddatdan keyin bo'lsa ham kechirim so'raydi. Bu ham muhim bo'lgan sifat.
Yettinchisi, og'riqni his qilgan tomon o'zini alamini ikkinchi tomonni shaxsiyatiga tegmagan holatda aytib bera oladi. Bu yaxshi sifat. Demak, oila haqqi hali ham faol yashamoqda. Misol uchun oddiy narsa, siz erkak emassiz demaydi-da, erkak kishining shaxsiyati sindirib. Aytadiki, sizni shu so'zingiz meni qalbimga tegdi deydi. Meni og'ritdi, qalbimni og'ritdi. Bu so'zni ikkinchi bor iltimos etmang deydi. Tushunasizmi? Ya'ni o'zini og'rigan tomonini ikkinchi tomonga uning shaxsiyatini sindirmagan holatda ayta oladi. Bu juda ham muhim sifatlar haqida gap ketyapti hozir. Yoki 8-inchisi sifat shunaqaki, ikki tomon ham biroz o'zgarish qila oladi-da. Umid bor. Misol uchun erkak kishi juda ham asabiy edi, biroz asabni kamaytirdi. Erkak kishi telefonga javob bermasdi. Ko'chada bo'lganida javob beradigan bo'ldi. Tushunasizmi? Ayol kishi ko'p malomat qilardi, kamaytirdi. Biroz bo'lsa ham o'zgarish ehtimoli bor-da, yetadi. Ilk qadam bormi? Shuni o'zi yetarli. Masalani jiddiylashtirib, ajrim haqida gapirishga haqqimiz yo'q. Undan keyingi narsa, ya'ni ixtilofan fil adat deyiladi. Ya'ni o'zaro nizo odatlarda bo'ladi. Hayot prinsipida yoki qadriyatda emas. Ya'ni misol uchun bittalari tinchlikni xolasa, ikkinchisi shovqinni xohlaydi. Yosh bo'lishi mumkin-da. Tushunasizmi? Bittasi kitob o'qishni xolasa, ikkinchisi musiqa eshitishni xohlaydi, misol uchun. Tushunasizmi? Odatlarda ixtilof bor-da, bunga o'xshagan narsalar juda ham ko'p. Lekin hayot prinsipida emas, qadriyatlarda emas. Unda masalani jiddiylashtirmaylik. Tushuntira oldimmi? Xo'p, keyingisi 10-inchisi, ularda orasida haligacha ham e'tibor va muhabbat bor. Garchi urushib qolishgan bo'lsa ham, erkak kishi keladida, ovqatlandingizmi deydi. Taom ovqatingiz yedingizmi deydi, SMS tashlab qo'yadi. Chunki yaxshi ko'radi-da. Bo'lmasa nizo bilan ko'chaga chiqib ketgan, lekin SMS yozadi. Ovqatlandingizmi deydi. Ayol kishi aytadi, yaxshi yetib oldingiz ishxonaga deydi. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa e'tibor taraflari bor. Bu juda ham muhim. Xo'p, keyingi sifat. Ular tinchlanganida qilgan ishiga ikkalasi ham ma'lumot qiladi. Yomon bo'ldi, lekin bir qilmasak bo'lardi. Bolani oldi yana qildik. Men ham ko'tarilib ketib qoldim. Siz ham ko'tarilib ketib qoldingiz deydi, misol uchun. Abu Dardoning so'zlari bor. Men ko'tarilganimda siz to'xtang. Pastga tushing. Siz ko'tarilgansiz, men tushaman. Bo'lmasa tez ajrab ketib qolamiz deganlar. O'sha vaqtdagi so'z mana qarang. Butun boshli oila psixologiyasini bir qator bilan aytib qo'ydilar-da. Abu Darda. Demak, bu birinchisi edi. Buni biz bemalol muolaja qilsak bo'ladi. Ya'ni nizo bor, kelishmovchilik bor. Buni bo'lishi ayb emas. Lekin ular nimani xohlashadi? Buni biladi. Qanday hal qiladi? Buni bilishadi. O'rtada eng muhimi ehtirom bor, muhabbat bor, o'zaro tushunish bor, o'zaro bir-biriga qadam tashlash bor. Mana bu narsa yo'q qolmadi-da. Bu aytilgan narsani bemalol hal ko'paytirsa bo'ladi, lekin mana shunga o'xshagan xatolar haqida gap ketyapti. Kichik xatolar. Tushuntira oldimmi? U birinchisi edi. Ikkinchi turdagi muammo bu qanaqa? Bu munosabat shunaqa munosabatki, oilani buzib yuboradigan darajada emas. Lekin birinchisidan ko'ra biroz murakkabroq. Bunda endi oilani tubidan ko'rib chiqadigan joylari bor. O'tirish kerak, gaplashish kerak, muhokama qilish kerak, ba'zi bir prinsiplarni o'zgartirish kerak bo'ladi. Misol uchun nima bo'lishi mumkin? Bilasizmi? O'ta sovuqlik. Ya'ni hissiyot yo'q. Iliqlik yo'q. Oldingidaqa iliqlik, e'tibor yo'q. Birga yashashadi. So'kmaydi bir-birini, urushmaydi, urinmaydi, haqorat qilmaydi, masxara qilmaydi misol uchun. Lekin oldingidaqa iliqlik yo'q. Nafrat ham yo'q. Deyarli birga o'tirishmaydi ham. Kam gaplashishadi, tabassum yo'q, hol-ahvol so'rash yo'q. Boyagi, ya'ni burud al-atifi deyiladi bu narsa, hissiy sovuqlik kundan-kun ko'payib boryapti. Bu xatarliroq. Bu narsaga jiddiy qarash kerak bo'ladi. Bu masalani negiz bilan hal qilish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, ko'proq erkaklarda bo'ladi bu narsa.
oila mas'uliyati va oila bilasizmi, oila muhitidan chekinish. Yuqorida aytilgandek. Bu qanaqa edi? Gapim bor deydi. Ishxona, komandirovka, misol, o'rtoqlar bilan o'tirish, futbol deymiz, telefon deymiz. Hatto uyga kelsak ham oila bilan o'tirilmaydi. Oilani tashlab ketish yoki ajrash, bunaqa niyat yo'q. Lekin yaxshilab chetdan qarasangiz, oilaning mas'uliyatidan chekinish borda. Chekinish bo'lganda ham jiddiy bor va doimiy suratda bor. Misol uchun doimo ishdan keyin, misol uchun ish soat 8 da tugasa, bu odam bemalol soat 1 da 2 da kirib kelishi mumkin. Nimaga 8 da tugasa 8:30 9 gacha kelmaydi? Savol bor. Misol uchun nimaga? Chunki ko'chada vaqt o'tkazishni, o'rtoqlar bilan ulpatchilik qilishni yaxshi ko'radi. Bu endi sahab deyiladi. Bu xato narsa. Bu endi jiddiylashdi. To'g'ri ajrab ketgan deyilmaydi, lekin buni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Nima uchun? Misol uchun nimaga bunaqa bo'lyapti? Shunaqa sabab bormikanki, uzluksiz tarzda oila muhitidan chekinishga sabab bo'ladigan omillar bormi? Buni ham o'rganish kerak bo'ladi. Uchinchisi, bilasizmi, qadimiy jarohatlar bor, eski mozidagi jarohatlar bor. Qarayam shu jarohat bilan misol uchun erkak yoki ayol yashashi mumkin-da. Yashashi mumkin. Muolaja qilinmagan. Bu haqida ochiq-oydin gaplashilmagan. Hissiyot shunaqaki, agar hissiyotni berkitadigan bo'lsangiz, u ancha yuqori tus oladi. Xuddi tiriklangan insonni ko'mgandek bo'lasiz. Bu salbiy hissiyot albatta shiddat va xatarli bo'lib uyg'onadi. Keyingilar misol uchun muammo insonning qiymatida emas. Inson yaxshi inson, lekin yashash tarzida muammolar bor. Oilaga e'tibor, oila uchun qanaqadir bir vaqt ajratish, oilaning muqaddasligi yo'q. Go'yoki bir mehmonxonaga kelib ketadigandek, go'yoki bir qarindosh insonlar yashaganda yashab yurishadi. Tushunasizmi? Mana shunaqa taraflari bor. Eng katta muammo bu nima narsa bo'ladi? Keyingilar ikki tomon yashash xohlaydi, lekin birinchi yil hayotni, avvalgi to'ydan keyingi hayotni qanaqasiga qaytarishimiz kerak ekan degan savolga javob yo'q. Eng ko'p uchraydigan mana shu bo'ladi. Xo'p, bu o'rinda agar xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bular bir-biridan charchagan, stress misol uchun jarohatlar bor. Lekin bundan qanday chiqib ketish bilishmaydi. Ammo eng muhim narsa bir-birini hurmat qilish bor. Ehtirom bor. Haligacha ham bor. Shunda bitta savol paydo bo'ladi siz. Ya'ni shunaqa holatdagilarga demak yechim bor. Ya'ni ular uchun ajrim yechim emas. Ular uchun ajrim yechim emas. Ular uchun ajrim yechim. Albatta. Ular albatta agar ajrim bo'lsa, ajrimdan keyin afsuslanishadi. Xuddi shundoq. Ajrim uchun bu narsa sabab bo'la olmaydi. Uchinchi turdagi al-aloqat al-mu'thiyat deyiladi. Endi bu o'ta kuchli. Bu narsa bilasizmi? Bu o'ta aziyat beruvchi munosabatlar turkumiga kiradi. Bu nima edi? Uzluksiz tarzdagi xiyonatlar. So'kong'ich til. Shaxs inson sifatida ko'rmaslik. Masxara qilish. Uni kamsitish. Xo'p, deylik, uning hissiyotlarini batamom e'tiborga olmaslik. Uning ikkinchi tomonni umuman shaxsiy hayoti qolmaslik. Ya'ni qanaqa? Telefonmi doim tekshiriladi. Shaxsiy puli bormi? Nima ishlatish kerak ekanligini, qachon ishlatish kerakligini faqatgina ruxsat bilan bo'ladi, erning ruxsati bilan. Oilasiga aralashish kerakmi? Oilasiga borish kerakmi? Yo'q. Oilasiga ham aralashmaydi. Ota-onasi kelib turib, yaqin qarindoshlar uyga kirmaydi. Ko'chada gaplashib ol, oilani ochib gaplashib bo'ldi, ketaversin. Tushunasizmi? Yoki bilasizmi, xotirjamlik yo'q, omonlik yo'q. Xohlagan vaqtda portlab ketishi mumkin bu inson. Xohlagan vaqtda qo'l ko'tarishi mumkin, urishi mumkin. Tushunyapsizmi? Ya'ni inson va shaxs sifatida ko'rilmaydi-da. Qadr-qiymat batamom yo'q. Bu o'rinlardachi? Mana bu o'rinlarda endi men bittada ajrab ketsin demayman albatta. Buni keyin yana o'taveramiz hali keyingi suhbatlarimizda. Nasib qilsa. Men aytmoqchi bo'lgan narsa mana bu joyda albatta endi ikki tomon ota-ona aqli egalarini mas'ul tomon jalb qilish kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Hatto Qur'onda aytiladiki, agarda islohni xohlaganida ikki tomon, Alloh taolo bular ikkisini muvofiqlashtirib qo'yadi. Ya'ni ikki tomon xohlaydi degani er-xotin emas. Er-xotin tomonidan keladigan ota-ona bo'lsin, do'dalari bo'lsin, amaki tog'a-ammalari bo'lsin. Bular agar yaxshi niyatda bo'lsa, qarang, ularning niyatini o'zi ham yoshlarga hatto ta'sir qiladi. Yoshlar o'ylasa-ku aniq islohni. Hatto ular o'ylasa ham, chetdagilar islohni o'ylasa, albatta islohga muvofiq qiladi deyiladi oyatda.
Shuning uchun bu narsa uzluksiz tarzda bo'ladi. Bilasizmi? Mana ba'zilar aytadi-ku, misol uchun o'liging chiqadi. Ajramaysan, shu yerdan o'liging chiqadi. Men bir qancha oilalarni bilaman. Mana shunaqasiga ayol kishi aqlini yo'qotgan edi. Shunaqasiga ayol kishi o'ta jiddiy holatda umrning oxirigacha ta'sir qiladigan tan jarohatini olgan edi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bunaqa holatda albatta kattalar aralashish kerak bo'ladi. Endi choralar bo'ladi. Bu choralar bilasizmi, minimumdan boshlanadi. Minimumdan boshlanib, asta-sekinlik bilan bu deylik, misol uchun eng yuqori chora, ya'ni ajrim chorasiga borishi mumkin. 3-munosabat turkumiga lekin jiddiy qarash kerak bo'ladi. Ustoz, mana 3-holatdagi insonlarga, juftlarga ular uchun alohida mutaxassis kerak. Ya'ni mutaxassis ishtirokida bir necha suhbatlar davomida, ya'ni ularga ham umid bo'lishi mumkinki, bu narsalar isloh qilsa agar. Va bunday holatlarda ko'pincha oilalarda kuzatiladigan, ya'ni bizning do'stlarimizda kuzatiladigan holat, o'zimiz guvoh bo'lgan holatlarda ota-onalar aralashtirib qo'yishadi. Ya'ni ki yechimni ota-ona bera oladi yoki-da ota-ona o'rtalarni isloh qila oladi yoki-da ikkala tarafga oid kimdir. Ota-ona agar bu haqida tajribasi, bilimi bo'lsa, juda ham yaxshi. Lekin ba'zan tajriba, bilim yetarli bo'lmaydi. Unda albatta mutaxassisga uchrash kerak bo'ladi. Va yana qaytaraman, pastdan boshlash kerak bo'ladi. Eng yuqori tomon ajrim bo'ladigan bo'lsa, minimumdan boshlash kerak bo'ladi. Minimum nima edi? Ikki tomondan mas'ul bo'lgan aql egalarini, tajriba, bilimi bor insonlarni jalb qilishimiz kerak bo'ladi. Jalb qilinadi bu o'rinda. Bizda shunaqa aytishadiki, ya'ni uyingdagi gap uyingda qolsin degan mazmundagi ibora qanchalik to'g'ri bo'ladi ustoz? Mana ota-ona er-xotin yarashib ketaveradi, lekin ertaga ota-ona hissiyoti, misol uchun qiziga achinib qo'yadi yoki-da o'g'liga men sendan ham zo'rini olib beraman deb qasd qilib qo'yishadi onalar. Shu narsa juda ko'p uchraydi. Ya'ni baribir juftlar uchun, o'g'il uchun o'zini ideal otasi, onasi bo'ladi, qiz uchun ham xuddi shunaqa. Lekin ular vaziyatga yechim berishga kelganda xolis yechim berish qiyin bo'ladi. Asli bu narsa turmushdan oldin gaplashiladi. Nizo bo'ladigan bo'lsa, ota-ona qachon va qay tarzda aralashish kerak degan. Asl qoida shunaqa. Uydagi sir uyda qolish kerak bo'ladi. Asl qoida shundoq. Lekin uydagilarning tajribasi, ularning bilimi yetmaydi ba'zida. O'sha sir kattalashib boraveradi. O'sha aziyat murakkablashib boraveradi. Unda albatta aql egalaridan yaqinlarni ogoh qilish kerak bo'ladi. Ustoz, keyingi o'zi bu juda yana katta mavzu, lekin o'sha muqaddima sifatida bu narsani ham bilib qo'ygan va bu holat haqida ham yechim berganimiz ma'qul bo'ladi deb o'yladik. Xiyonat tushunchasi o'zi nima degan savol paydo bo'ladi-da bizda. Bir xil va bu o'lchov nisbiymi? Qachon inson xiyonat qilgan hisoblanadi? Xiyonat o'zi faqat tana bilan bo'ladimi yo xayol bilan bo'ladimi? Ya'ni va xiyonatni muolajasi bo'ladimi? Ya'ni xiyonatni o'zi muolaja qilib bo'ladimi yoki-da xiyonatni kechirsa bo'ladimi degan savol. Ha, lekin savollar ko'p berildi-da, bu hamma salohli mavzu. Hozir biz bilasizmi, aynan xiyonatning ta'rifi bo'yicha bir gaplashsaydi va uning muolajasiga bir qadam tashlab qo'ysak. Har bir narsa bilan bo'ladigan munosabat uni nima ekanligiga bog'liq bo'ladi-da. Misol uchun mana shu qalam ruchka bo'ladigan bo'lsa, buni o'zining ta'rifi bor-da, izohi bor. Bu nima narsa edi? Bu yozish, ilm olish jihozi edi. Shunga qarab munosabat qilasiz-da. Shuning uchun biz aslida o'zimiz xiyonat deganda uni ta'rifini bilishimiz kerak bo'ladi. Izohini. U o'zi nima o'zi? U qanaqa hissiyot edi o'zi? Aslida uning ikkita sababi bor. Birinchisi, bu narsani inson
kimgadir maslahat berganda ham bilish kerakda. Ya'ni bilasizmi, xiyonatga uchragan inson ba'zan shunaqa gapiradiki, bu yoqdagi odam mubolag'a qilyapti deb o'ylaydi. Aslida mubolag'a bo'lmaydi, chunki uni hozir izohi haqida gaplashamiz. Izohi ancha xatarli. Ikkinchisi, har bir inson baribir ham bu hayot. Shuning uchun bu ilmni ham bilib qo'yish kerak bo'ladi deb bilaman. Ya'ni ta'rifi haqida gap ketyapti. Misol uchun, xiyonat haqida qandoq uni ta'rif qilsak bo'ladi? Buning misolini qarang. Xiyonat shunaqa narsaki, bir inson samolyotda bo'ladi-da. Tasavvur qiling, faraz qiling. Samolyot uchib ketyapti-da. Endi farazi. Eshigi ochiq. Eshigini oldida bir odam turibdi. Juda ham yaqin ishongan insoni bilan birga. Va to'satdan orqasidan u yaqin ishongan insoni uni itarib boradi. Samolyotdan. Va u tusha boshlaydi. Unda parashyut yo'q edi. Tepadan tusha boshlaydi. Yiqila boshlaydi, to'g'ri. Tepaga qarasa, boyagi odam, u ishongan, yaqin olgan inson kulib tabassumini qarab turgan bo'ladi. Bu inson yiqiladi yerga. Yiqilgach, hamma joyi sinib ketgan bo'ladi. Afsuski, o'lmaydi. O'ziga kelgach qarasaki, hamma joyi sinib ketgan. Holati juda ham nochor, og'ir holatda, lekin joni chiqmadi. Orzu qiladi, qani edi meni jonim chiqqanida edi deydi. Va shu bilan birgalikda samolyot kuzatsa, samolyot buni holatini ko'rib qaytib kelib unga e'tibor bermaydi. Balkim boshqa insonni o'tkazib, uni ko'z o'ngida yana o'zining sayrini, safarini davom etadi. Xiyonat qilsa mana shundoq bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, nima qilish kerak bo'ladi? Mana buni biroz his qilgandek bo'ldi odam, misol uchun. Lekin buni haqiqiy his qilganlar biluvchiroq aslida. Shunday bo'lsa kerak. Endi nima qilish kerak bo'ladi? Bu o'rinda bilasizmi, birinchi o'rinda doimo parashyut bo'lish kerak-da. Boyagi inson tepadan sakradi, to'g'riroq uchirib yuborildi, lekin parashyuti yo'q edi-da. Bu majoziy so'z edi o'zi aslida. Parashyut nima edi? Parashyut bu o'ziga bo'lgan ishonchi edi. Hayotidagi maqsadi va missiyasi edi. Parashyut degani bu boshqalarga haddan tashqari ko'p ishonch berib yuborish kerak emas degani bo'ladi. Savol berishingiz mumkin. Demak, hech kimga ishonish kerak emas, bunga ishonish kerak. Hatto hadislarda aytiladiki, bir insonni yaxshi ko'rsangiz, mo'tadil bo'lsin. Chunki kuni kelib dushmaningiz bo'lib qolishi mumkin. Kimdir yomon ko'rsangiz ham mo'tadil yomon ko'ring, yengil yomon ko'ring. Chunki do'stingiz bo'lib qolishi mumkin. Qanaqasiga o'luvchi insonga, qachondir vafot etuvchi insonga ishonch, ya'ni 100% ishonch berishi mumkin. Ishonish mumkin. Shuning uchun aytiladiki, parashyutingiz bo'lsin. Hayotda maqsadingiz bo'lsin. Missiyangiz bo'lsin. O'zingizga ishonch shakllantiring. Bu juda ham muhim edi. Ikkinchisi, hech qachon eshik tagida turmang. Nima uchun? Nima degani eshik tagida turmang degani? Oddiy asira singari yashamang. Oddiy inson bo'lmang. Bilingki, oila agar bir kemadek bo'lsa, uni kapitani albatta siz ahlingiz, eringiz. Lekin siz uning yordamchisiz. Demak, oilada siz ham o'rningiz bor. Sizning ham so'zingiz bor. Sizning ham missiyangiz bor. Tushuntira oldimmi? Bu degani bu so'z talashilmaydi-da. Bu degani er-xotin o'rtasida o'tirib gaplashib, u o'zini o'rnini, ayol kishi o'zini o'rnini nuqta qo'yadigan joyi bor. Erkak kishi nuqta qo'yadigan joyi bor. Qolgan narsalar ovozga qo'yiladi kerak bo'lsa. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun payg'ambarlar kerak bo'lsa, payg'ambar alayhisalom deylik, Ummu Salama onamizdan bekor maslahat olganlari yo'q. Nimaga misol biz aytamizki, ayol kishi maslahat olib bo'larmidi? Albatta olib bo'ladi. Payg'ambarlar olishdi axir. Vahiy tushadigan zotlar. Shu darajada. Demak, men yuqorida bu eshik tagida turmang deganim, biroz markazga o'ting. O'rningiz bo'lsin. Hissangiz bo'lsin. O'zingizni oilada asaringiz bo'lsin. Misol uchun, kemani kapitani aniq mo'ljalga olib boruvchi shaxs bo'lsa,
adresga misol uchun, lekin o'sha yetib borguncha bo'ladigan juda ko'p ishlar yordamchilariga bog'liq bo'ladi. Ularni ham, buni ham inkor qilib bo'lmaydi. Ikkalasi ham o'zini roli bor. O'zini missiyasi bor. To'g'rimi? Uchinchisi, ya'ni misol qiladigan bo'lsak, deylik, endi boyagi inson yiqildi-da, yiqildi. Yiqilgach, endi unda ikkita variant bor. Birinchi variant, bu o'sha yotgan joyida faqatgina ma'lumot qiladi. Faqatgina shikoyat qiladi. Samolyotdagi yo'lovchilarni la'natlaydi. Hayotidan arz qiladi. Mana shunaqasiga umr o'tib ketib qoladi. Hayot tugaydi. Ikkinchi ham yo'li bor. U qanaqa yo'lida? Turadida, o'ziga qaraydida va hayotini davom ettirib ketadi. Buni kim qaror qabul qiladi? Albatta ayol kishining o'zi. Agar erkak uchragan bo'lsa, erkakning o'zi. Tushuntira oldimmi? Nima uchun? Chunki hayot nima bo'lishidan qat'iy nazar to'xtamaydi. Hayotda har bir narsa vaqtinchalik edi. Demak, buni ham o'ziga yarasha nimasi bor? Hikmati bor. Buni Alloh taolo unga nasib qildi. Demak, har qanday narsa insonni o'ldirmaydimi? Uni kuchli qiladi. Demak, hikmatini hozir bilmadimi? Kelajakda biladi. Demak, u oladigan narsa insonning tabiatini bildi. Hayotning tabiatini bildi. U yanada kuchli bo'ldi. Hayot bilan qanaqa munosabatda bo'lish kerak ekanligini angladi va hokazo. Alloh taolo biror narsani olib qo'ysa, olish uchun olmaydi. Nimadir berish uchun oladi. Olindimi? Olingan narsaga emas e'tiborini, balkim berilgan narsaga e'tiborini qaratsin. Bu juda ham muhim dars edi. Endi keling, uning muolajasida birinchi qadam tashlaylik. Muolajasi uchun. Bilasizmi? Agarda ayolning tilida gapiradigan bo'lsak, birinchi o'rinda aytadigan narsa ayol kishi o'ziga oladi. O'z shaxsiyatiga oladi. Manda nima ayb dedi. Yoki erkak kishi ham aytadi. Manda nima ayb ekan dedi. Xiyonat shunaqa jinoyat hisoblanadiki, qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, ikkinchi tomonga qandoq xato yoki jinoyat qilinishidan qat'iy nazar, biron bir holat xiyonat qilish uchun asos, sabab yoki oqlovchi bo'la olmaydi. Buni tushunish kerak bo'ladi. Hech qanday holatda. Biron bir dinda, biron bir qonunda, biron bir falsafada. Chunki xiyonat qiladigan inson o'zining xohishi bilan, o'zining ongi bilan, o'zining aqli bilan qiladi. Demak, muammo uning ongida, uning qalbida, uning tarbiyasida, uning dunyoqarashida. Demak, birinchi bo'lib ayol kishi to'xtash kerak bo'ladi. Stop. Yoki erkak kishi aytadiki, demak, sizda muammo yo'q. Siz sababchi emassiz. Siz bu ishning boisi emassiz. Unuting deyiladi. Stop, to'xtaladi. Mana birinchi qiladigan xato mana shu ayollarda. Manda nima topa olmadi dedi. Men nima narsada qoniqtirib bera olmadim dedi. Axir men butun hayotimni berdim-ku dedi. Yo'q, to'xtang. Siz sababchi emassiz. Siz tufayli emas. Bas qiling. O'zingizni ayb qidirishni. Deyiladi. Ikkinchisi, kimga so'zlaysiz? Kim bilan gaplashasiz? Odatda xiyonatga uchragan inson butun dodini hammaga aytishi mumkin. Eng yaqinlarga aytishi mumkin. Unda bu ishni isloh qilish yoki oilani tiklash yanada qiyin bo'lib ketib qoladi. Sirlar fosh bo'ladi. Pardalar ochiladi. Keyin ikki tomon bir-biriga qaytishga xohlamaydi. Vaholanki undan oldin biroz bo'lsa ham o'rni bor edi. Demak, savol berish kerak bo'ladi. Birinchi qo'yilgan tashxis nima edi? Men sababchi emasman. Aslo. Bu gapiriladi. Ikkinchisi, kim bilan so'zlashaman? Kimga dardimni aytaman? Kim bilan gaplashaman bu mavzuni? Eng birinchi bo'lib ayol kishi bo'lsa agar, eri bilan gaplash kerak bo'ladi. O'ta quvvat bilan, ya'ni quvvat bilan, lekin xotirjamlik ruhiyatida so'zlash kerak bo'ladi. Bu ikkinchi masala edi. Uchinchisi, doim bo'ladigan narsa, buning yechimida shoshmang. Buning yechimida shoshmang. Bitta suhbatning o'zida erim misol uchun 100% to'xtadi bu ishni, umrning oxirigacha qilmaydi endi degan narsani aytish juda ham qiyin.
bu narsa juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Ko'p suhbatlar kerak bo'ladi. Er-xotin birga safar qilishi mumkin, birga shaffof gaplashishi mumkin va hokazo. Ya'ni hech qachon qisqa muddatda buni hal qilaman degan tushunchani qilmang. Shoshmang bu narsaga. Bu juda muhim jihatlar hisoblanadi. To'rtinchisi juda ham muhim. Ayol kishi agar xiyonatga uchragan bo'lsa, eri nadomat qilgan bo'lsa, bilib qo'ying, hech qachon erining nadomatidan so'ng omon va xotirjam bo'la olmaydi. Agarda erining nadomati ayolimning haqqiga xato qildim degan tushunchada bo'lsa, hech qachon xotirjam bo'la olmaydi. Agar erkak kishi men xato qildim, bu xato yaratuvchi Allohning haqqiga xato qildim degan tushunchaga bormagunga qadar ayol kishi omonlik va xotirjamlikni topmaydi. Nima uchun? Chunki ayolimni haqqiga xato qildim degandan so'ng deylik qanaqa muddatdan keyin nizo bo'lsa, yana ixtilof bo'ladigan bo'lsa, kelishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bu ayolning ehtiromi qolmaydida, yana qilaman desa ketaveradi. Tushuntira oldimmi? Bu juda ham muhim jihatidir. Ayol kishi agar erini misol uchun er tomonidan xiyonatga uchragan bo'lsa-yu, nadomat bu Alloh Robbisi tomonidan nadomat qilish bo'lsa, unda albatta bu narsa juda ham katta narsa hisoblanadi. Unda ayol kishi omonlik topishi mumkin, boshqa o'rinlarda emas. Juda ham muhim edi bu narsa. Va bilasizmi, keyingi bo'ladigan narsa, ya'ni keyingi ba'zi bir bandlarni aytaman. Agarda nadomat ayol kishiga bo'lmadimi? Demak, ayol kishi o'zida ishonch hosil qiladi. Ishonchini kimgadir bog'lab qo'ymaydi mustaqil shaxs sifatida. Hayotidagi qadarga rozi bo'lish kerak bo'ladi. Buni hikmat qachondir chiqadi. Bu ikkinchi narsa edi. Va uchinchisi juda ham muhim bo'ladigan narsa shaffof bo'lsin hamma narsa. Erkak kishi xiyonat qilib qo'ydimi? Xiyonat qildimi misol uchun? Deylik, ayol kishiga xotirjamlik berish uchun munosabat shaffof bo'lsin. Telefon kodlari misol uchun e'lon qilib qo'yiladi. Qadam tashlanadi. Tushunasizmi? Lekin buni ayol kishi suiiste'mol qilish kerak emas. Siz falon yilda xiyonat qilgansiz, shuning uchun men xohlagan narsani siz bilan qilaman, xohlagan narsani talab qilaman deb erkak kishini ham hurriyatini, uni ozodligini 100% cheklab qo'yish kerak emas. Har bir tomon bir-biriga qadam tashlaydi, shaffof bo'ladi, va lekin bir-birini hadlarini, huquqlarini ehtirom qiladi. Va undan keyingi 6-chi bo'ladigan narsa bu mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu holatdan keyin nadomat bo'ldi, bu narsadan bosib o'tishdi, yana yashaydigan bo'lib ketishdimi misol uchun, albatta mutaxassis bular to'ldirmagan joylarni to'ldirib beradi. Bular ko'rmagan narsani ko'radi va albatta bular uchun alohida qanaqadir bir mashqlar beradi va kerakli ma'lumotlarni beradi. Bu juda ham muhim. Va eng oxirgi bo'ladigan narsa juda ham inson katta taskin beradi va xotirjamlik beradi. Bu har bir inson qaysi din vakili bo'lishidan qat'iy nazar o'zining Robbisi bilan, yaratuvchisi bilan munosabatini yaxshi qilsin. Chunki bu o'rinda munojat qilsin, gaplashsin. Chunki azza makaniyat tushunchasi yo'q. Alloh taologa gapiradigan bo'lsa, xohlagan vaqtda o'zi tanlaydi, xohlagan mavzuni o'zi tanlaydi, xohlagan vaqtda mavzuni o'zi berkitadi va xohlagan dardini aytadi. Hech qachon vaqt yoki deylik joy masalasida muammo yo'q. Bemalol o'tirsin, dardini aytsin, dardini doston qilsin, munojat qilsin va gapirsin. Mana shunga o'xshagan ba'zi bir narsalar, tushunchalar, tafakkurlar bizni ongimizga ta'sir qiladi va ongdagi ma'lumotlar albatta aqlimizga, hissiyotimizga va keyingi hayotimizga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Ustoz, rahmat kattalar. Juda ajoyib va manfaatli suhbat bo'ldi. Rahmat sizga. Bu o'sha aytganingizdek muqaddima bo'ldi. O'zi buni hali aniq davom ettirishimiz kerak, chunki bir dengizdan bir tomchi bo'ldi desak ham bo'ladi. Shu nasib davom ettiramiz. Qancha gapirsak, qancha yechim bersak, o'ylaymizki faqat va faqat oilalarni tinchligiga va o'rtada shu farzandlar yetim qolmasligiga qanday ma'noda hissa qo'shgan bo'lamiz deb o'ylaymiz. Rahmat katta. Rahmat, tashakkur.